Har bitta odamga xarakterimni ko'rsatishga harakat qilaman. Чтоб u nimaga tayyor bo'lib turganini bilishi kerak. Nima deb o'ylaysiz? Siz uni omadingiz kelib qolib yutasizmi yoki prям qanaqadir tayyorlanib, mishleniya bo'lish kerak, o'shandan keyin yutasizmi? Qanaqa bo'ladi o'zi o'sha protsess? Men shunaqangi o'yinga qatnashamanki, даже если yutqazsam ham, meni tomoshabin eslab qolishi. Koreya o'ta g'ururli insonlarning joyi emas. O'sha paytda motiv nima bo'lgan? Masalan, universitet, ish, jarayon o'ta bir-biriga depressiyaga olib tushadigan darajada. Qanaqa ish ostida katta xohish va muhtojlik yotadi. Assalomu alaykum everyone. Bugun biza Uzwoman podkastini navbatdagi soni 3-davr. 3-sonini shunaqangi bitta sho'x, shaddod, plus shundoq ko'rganda deb turaman. Ovoz keladigan bitta opa bilan qilamiz. Ko'pchiliklar tanisizlar. Bizada Parizoda opani Haybay Koreya vlog ostida tanisizlar. Bugun inshaalloh qiziqarli, ayniqsa qizlar uchun juda ham motivatsion suhbat bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Parizoda opa. Assalomu alaykum sizga. Alaykum assalom. Koreys tili bozoridagi eng zo'r top o'qituvchi. Rahmat. Hammani kontrol qilib turadigan o'qituvchi ekansiz. Kimgadir kontrol, kimgadir bir yoq bo'lgan. Nima yengillar? Nimalar qolsiz? Ketma-ket loyihalar qilamiz hozir. O'sha bo'yicha bu yil haqiqatan terlaydigan yil bo'ldi. Yarmigacha tekin oqib kelayotdi daryo, keyin birdan duf etdi. Keyin o'yladim shuda yilni yarmi tugadi degan hech narsa emas ekan. Qolgan yarmida ham hayotingizni buzib yuboradigan qanaqadir narsalar sodir bo'lishi mumkin ekan. Nima sodir bo'ldi shunaqa? Loyihalar ko'payib ketdi. Uning orqasidan faqat o'quvchilarimiz, ota-onalar bilan ham ko'rishdim. Bu haqiqatda og'ir, katta mas'uliyat ekan. Ota-onalar kelib sizga farzandini qiziqyapti. Nima bo'lyapti meni qizim, meni o'g'lim, ertaga sizlarga ishonsa nima bo'ladi? Buni yurib titrashni boshladi bir-bir. O'zimga kelib yig'lab olgan ota-onalar ham bo'ldi. Chunki anchadan beri qiz bilan, o'g'il bilan kuzatishar ekan. O'shalarni ko'rgandan keyin yana ham kirishib ketasiz, yana ham ishlaysiz. Bu yoqdan blog o'sgani sari, ko'p odam tanigani sari juda hit ham bo'ladi, og'ir yuki ham bo'ladi, mas'uliyati ham bo'ladi. Keyin sekin jo'nars уже tanishyapti, boshqa qoldi. Yana ham vliyaniyani to'g'ri qilish kerak ekan degan narsa. Sezildi, kontentingiz rang-barang bo'lib ketgan. Yo'qolsin? Da, yo'qoldi. Juda zo'r. Menimcha bunga o'sha rejissyorlik o'qiganingiz ham ta'sir qilgan. Bo'lishi mumkin. Babani narsa bo'ladi, yurakni bitechetida kino olaman, serial olaman degan narsa bor. Kim bo'ldi, o'tdi. Men shu narsaga o'qib kelgandan keyin har bitta kontentimda xohlasan chiqib kelaveradi. Oddiy narsani yoqtirmayman. Anaqa qilib, bechara videoga charchab ketadi. Buni production olish kerak. Buni kamera bilan aytgan narsangizni qilib bera olmayman. Maksimal minimumdan maksimal yaratishga harakat qilib olamiz. Hozir hammasi tez boshlanib ketdi. Keling ozgina tanishtiraylik birinchi Parizoda opani. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz. Hop, koreys tiligini bildik, blog yuritishingizni bildik, rang-barang kontent yuritishingizni bildik. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz, ekspert sifatida, umumiy o'zingizni shaxsiyatingiz, odam sifatida nimalarga shu paytgacha erishdingiz, nimalarni harakat qilib ko'rdingiz, nimalar o'xshadi, nimalar o'xshamadi. Nima qiziqyapti sizlarga deyman. Hammasi qiziq. Men maksimalni qisqa gapirishga harakat qilaman. O'zbekiston Toshkentda tug'ilganman, hurmatlayman. Qancha ko'pchilik aralash deb o'ylashadi. Ayniqsa koreyslar Koreyada o'qiganman, lekin anchagacha O'zbekistonda o'qishga kirmoqchi bo'lib, qiynalib yurgan abituriyentlik paytlarim o'tgan. Men keyin Koreyaga borib, o'qishga topshirdim, 7 yil yashadim u yerda, ham ishladim, ham o'qidim, kontraktimni o'zim to'ladim. Soham kommunikatsiya media bo'lgan. PD faoliyati deyiladi. Hamma narsa birga o'rgatiladi. Ssenariy yozish, diktorlar uchun alohida gapirish yoki radio boshlovchilik bo'ladi. Hammasi o'rgatilgan. Shu bo'yicha fanlardan imtihon topshirganman. Parallelni keyin modelni agentstvolar yoki shunaqa joyda ishlaganman. Shu keyinchalik o'zim entertainmentni ochaman deb, chunki asosiy maqsad shunaqa bo'lgan. Kim koreys dunyosiga qiziqsa bo'ladi, u yerda просто tak televizorga chiqish iloji yo'q. Обязательно tayyorgarlikdan o'tib, entertainmentlarda 7-8 yil shogird bo'lib, mentor bo'lib, keyin chiqadi. Xuddi shunaqa joylarda bo'lganman. YG Entertainmentda ham model bo'lganman biroz. Chunki bu sferani o'rganishga harakat qildim. Va O'zbekistonga qaytganimdan keyin imенно shu soha bo'yicha rivojlantirishmoqchi bo'ldim. Chunki bilasizlar, O'zbekistonda bu soha kerak. Lekin qoniqarli javob olmadim kerakli joylardan.
keyin tushkunlikka tushib qolgan paytlarim bo'ldi. Koreyaga qaytib ketdim. O'zim o'qish bitirib qaytib keldim. Koreyaga qaytib ketdim. Yana entertainmentimga bordim. Ishga ko'p chiqdi. Har xil kompaniyalar o'ziga O'rta Osiyo bilan ishlaydigan menejmentdagi shunaqa joylarga mini prezident qilamiz ham deyishdi. Baribir halovat bo'lmadi, chunki nimadir qilishim kerakligini bilardim, nimaligini bilmasdim. Keyin o'ylab qarasam, O'zbekistonda bo'lamanmi, Koreyadami, baribir muammolar orqamdan yuribdi. Muammo joyida emas ekan. O'zbekistonga qaytib keldimda, do'q qaradim, qo'limdan nima keladi, nima kerak hozir bo'tga. Baribir hammani xohishi yaxshi yashash va normalniy dohod qilish. Mana o'zimga tikka-sirish savol berdim. Yaxshi yashamoqchimsan, xo'p, rejissor bo'lish kerakmi yoki boshqa kasb bo'lish kerakmi? Men aytdim, men yaxshi yashamoqchiman. No, при этом odamlarni muammosini hal qil. Chunki katta pul faqat katta muammolarni hal qilganingiz kerak. Keyin qarayman, koreys tili bozor, koreys tili so'rashyapti. Tikkasiga просто tavakkal qilib onlayn o'qitishni boshladim. Sarafanli radio bo'lib ketdi. Hozirgi kunda o'quv markaz, kurslar bir necha marta qilishga urg'ib, juda ham ko'p shogirdlarni yetkazib berdi. Mana shunaqa darajaga aylanib ketib qoldim. Keyin qarasam, shu meni qo'limdan ekspert bo'lish yaxshi kelayotgan ekan. Takkak men o'zim koreys tili bo'yicha 11 yildan beri shug'ullanaman, haligacha o'qiyman, haligacha izlanaman. Koreyada bitirganman, koreys tili bilan o'qiganman, koreyan shart-sharoitini bilaman, birinchi o'rinda koreys tilini sevaman. Ichimda shu tilga ham muhabbat bor. Doim o'sha yaqinlashtirib turadi. Bu hammasi qanaqa boshlandi? O'zi вообще. Masalan, qanaqa qilib o'zi Koreyaga borib qoldingiz? Hozir ko'pgina o'quvchilarni masalan og'ir, ichidagi dardi bu kontrakt masalasi. Chet elda yurish uchun ham qarasa, qiz bola uchun simbolik duq kerak. Umumiy olganda hamma narsani o'zingiz qilgansizda, ko'p narsani. Masalan, ota-onangiz bilmayman, menimcha oyiga bir 2-3 ming investitsiya qilganga o'xshamaydi. O'zingiz ham aytgansiz, menimcha birinchi marta ko'rishganimizda. Qanaqa qilib shularni qilib ketdingiz? Qanchalik to'g'ri, masalan, boshqa o'quvchilar ham risk qilib ketishi? Yaxshi. Birinchi navbatda любой ish, u koreys tili bo'ladimi, Koreyaga borish bo'ladimi, Amerikami, dizayner bo'lishmi, qurilish kompaniyasini direktorimi, qanaqa ish ostida katta xohish va muhtojlik yotadi. Katta xohish bo'lsa, siz hech narsaga, hech kimga gapiga qaramasdan olg'a ketaverasiz va o'sha narsaga muhtojlik bo'lsa, xolismi, yo'qmi, faqat oldinga borishdan boshqa ilojingiz bo'lmaydi. Masalan, akula bilasiz, tanasi torpeda shaklida bo'lgan, orqaga suzolmaydi, faqat orqaga suzadi. Harakatda bo'lishni doim qimirlatib turish kerak qanotlarini. Mana shunaqa. Xuddi o'shanga o'xshab muhtojlik bor joyda xolismi, xohlamaysizmi, bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi, o'qishmi, izlanishmi, bozorda kartochka terishmi qilasizda shu ishni. Hamma narsani asosi mana shu bo'lgan. Xohish bo'lgan meni bu tilni o'rganishga meni hech kim majbur qilmagan, hech kim miyamga quymagan, hozirgi kunga o'xshab trend orqasidan yurmaganman, chunki endi trend bor Koreya. Ba'zi talabalar ming afsuski trendda ichiga tushib qolganini bilmaydi. O'zi yaxshi ko'rmaydi koreys tilini, yaxshi ko'radigandek tuyuladi. Realni yaxshi ko'radi, xohish bor. Mana shu ikkita narsa birlashdi. Men taxminan o'smir yoshlarimda, bir 13-14 yoshimda bu tilga, madaniyatiga qiziqish boshladim. Ko'pchilikga o'xshab seriallardan boshlandi. Shu payt bilasiz, podrostlik payti qiyin o'tadi. Izg'or qilishadi, ajratib qo'yishadi. Hammada ham bo'lgan bo'lsa kerak. Menda ham bo'lgan bu narsa. O'shanda kim bilandir gaplashish o'rniga men serial ko'rardim. Serial ko'rardim. O'sha yerdagi mavzular, qahramonlar menga yaqin bo'lardi. Bu prosta havas bo'lmagan. Chuqurroq o'rganishga harakat qilganman. Ota-onamga bu o'tib ketadi deb ko'ringan bo'lsa kerak, chunki konkretni faktim yo'q. Men ham misol uchun ota-ona bo'lsam, ertaga shunaqa o'ylasam kerak. Qachonki men bu tilga qiziqib, meditsina sohasiga yo'naltirishgan, undan yiqilib, koreys tilini mahkam o'sha kechalar dars qilib, sekin-sekin stipendiyalar olishni boshlaganimda, o'quv markazi tomonidan har xil joylarga meni rekomendatsiya qilib, gрамоталар berib, grantlar, pullar berib, mana shunaqa har xil qimmat-qimmat sovg'alar berishganda, ya'ni o'sha men o'qishim mevasini berishni boshlagan vaqtda ota-onam to'g'ri chiqgan, nima qilib chiqarkan, harakat qilyapti deb. O'shandan keyin yana ham kuchaygan, o'sha u yog'iga ota-onam ishonchini qozondimmi, keyin u yog'iga bosganman полностью. Yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanayotgan bo'lganim uchun qutuq qo'ymaganman hech qachon koreys tiliga. Prosta yaxshi ko'rganman и всё. Men koreys tili boqadi, ertaga zo'r bo'lib ketaman. Вообще unaqa xayol bo'lmagan. Даже если koreys tili o'qituvchisi bo'lib, qaysi bir institutda dars bersam ham yetadi menga, koreys tili bo'lsa bo'ldi deganman. Shunaqa bo'ldiki, bitta reelsga kirib olganingizdan keyin qo'lingizni lopatka bilan qo'llab ketayotgansiz, toqat suv chiqib ketgan. Hayotimdagi katta o'zgarish 2016-yilda bo'lgan.
Domani oldin Toshkentda o'tkazilgan Aradirlar iskustavida ham chiroyli gapirish koreys tili bo'yicha musobaqasida yutganimdan keyin finalist sifatida Koreyaga taklif qilishgan. Hozirgi kunda ko'pchiligi sir emas, ingliz tilida sertifikat bo'lganga o'xshab bizdan sertifikat bor. Topik. Qancha yuqori GP bo'lsa, o'shanda borish mumkin. Grad bo'lsa borish mumkin. Inanda eng yuqori 6 ga ham даже grant berishmaydi. Mana shu payt qo'limda bor 2 GP topikim bo'ldi. Toqatim meni Koreyaga taklif qilishadi. Bilet, samolyot, turar joy hammasi ekan. Ota-onam Hind ishdan boshqa o'ylaydi qolmagan. O'sganman borib. Voy, yomon bo'ya. Borganimda ushlashgan samolyotda, bojxona nazoratidan o'tolmaganman. Xonaga tiqib qo'yishgan. 5 soat so'rov-javob qilishgan. Birinchi marta samolyotga chiqishingiz? Ikkinchi marta. Lekin bu ham koreys tilini orqasidan bor. Birinchi marta Qozog'istonga borgan musobaqaga, ikkinchi marta Koreyani o'ziga. Shubha uyg'otgan nimaga? Chunki hayotimda katta tavakkalim o'sha vaqtda bo'lgan. Aytganimdek 2016-yilda meni taklif qilishdi musobaqaga qatnashganlikni. O'sha mahalla men Koreyadagi boshqa bir chetroq universitetga topshirib qo'ygan bo'lgandim. Va qarabsizki, bitta insonda ikkita viza bo'lib qolgan. Bittasi studentskiy, bittasi taklifnoma viza. O'sha shubha uyg'otgan bo'lgani uchun men o'zim so'rov-javob qilishgan. Men universitetga borishimiz, musobaqaga qatnashishni tanlagan bo'lganim uchun ikkinchi vizam error berishni boshlagan va bu qisqa muddat ichida bo'lib ketgani uchun javob ketgan. No, yaxshi, borgan muddatda koreys tilida nimalardir gapirishni bilardim. Vaziyatni tushuntirganman, deport qolishmagan. Borganman, shu 20 xil davlatdan kelgan bo'lishgan. Shu o'zini mamlakatida birinchi o'rinni yili Fransiya bor, o'tdi, Ukraina bor, qo'shni davlatimiz Qozog'iston bor. Shu orasida birinchi o'rinni olganman. Bu koreys tilida. Zo'r. Yutuq qanaqa bo'lgan? Yutuq Iowa Women's University bor. Naqadagi butun jahondagi eng katta ayollar universiteti, u yerda 26 mingta eng aqlli qizlar o'qishadi. O'sha universitetda o'quv markazida 6 oy keskusasiyani shu yotoqxonasi bilan birga tekinga o'qishga grant berishgan. Samolyot biletlari bilan birga. Universitetni qoshida har doim o'quv markazi bo'ladi. Shu universitetga kirishdan oldin chet ellik talabalar o'quv olsin o'sha yerda. Kontrakt qancha summada bo'lgan taxminan? Mana o'quv markazi bitirganimdan keyin men grantlarga harakat qilishim kerak edi aslida, chunki meni yutuqlarim, faxriy yorliqlarim, koreys tilida erishgan narsalarim bilan bemalol berishardi, lekin men yo'l-yo'rig'ini bilmaganman. Boshimda tepamda turib, mana qanaqa qilsang, arzonroq yo'li bor deb o'rgatadigan odam bo'lmagan. Shuning uchun kontraktga kirib qolganman. Iva baribir частный universitet hisoblanadi. Bir semestrimiz $4,000 chista kontraktni o'zi, unaqa semestrlar ikkita bor. 8 ming. Da. Yotoqxona alohida, sug'urta bo'ladi, o'rta alohida, chet ellik bo'lganish uchun bitta, talaba bo'lganish uchun ikkita, telefonlarga qimmat narsa to'lanadi, o'rta, umuman yeb-ichishingiz, yashashingiz hammasi alohida. Shunda o'zingizni qanaqa qilib o'zingiz boqqansiz? Yo uydan support olganmisiz, yordam olganmisiz? Вообще. Birinchi o'chirda men koreys tilini o'rganishni endi boshlaganimda yo'q, o'qituvchilikni boshlab olganman. O'qitishdan maza qilardim. Keyin Saravanna radio bo'lib, shu mahalladagilar yedeklab kelishni boshlashgan jiyanini, akasini, xolasini, qizini. Onlayn formatda. Yo'q, offlaynda. Qanaqasi? Uyga qatnab o'qitardim. Koreys tilini o'zini o'qitardi. O'zbeklarga? Shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha vaqtda bitta konsalting firma o'zini ketkazayotgan va 40-60 ta bolalarga koreys tilini o'rgatish uchun meni yollashgan o'qituvchi qilib. Men yo'liga dars o'tishim yoqib qo'ygan, iman stavkani katta etganman. Bolalar aytishgan, bu o'qituvchi o'tmasa biz o'rganamiz koreys tilini. O'sha orqali birinchi kapitalimni yig'ganman. Bir 60% o'zimdan bo'lgan, 40%ni ota-onam berib turishgan. Keyin shunaqa qilib birinchi semestrga ketganman. Lekin o'tga borganingizdan keyin qonuniy ishlash faqat 6 oydan keyin ruxsat berilgan. Men juda qonunparast odamman, nima desa bo'ladi, qonunlarni hurmat qilaman va zo'rg'a erishgan karyeramdan bitta arzmagan qilgan xatoimni deb deport bo'lib ketishni xohlamaganman. Hatto unda har xil yo'llari bo'lgan ishlab yurishi. 6 oy kutganman, boshqa qilganman, har xil narsani o'ylab ko'rganman. Shunda Xudo qudratini qarang nima bo'lgan? O'tirman kistali zal, menda chatimizdagi faqat o'zimizni talabalar biladigan chatga siz bilan birga ishlamoqchimiz, men siz orqangizda o'tiradigan qizman, zalda mana-shu leksiyadamiz, siz menimcha ko'rmagan bo'lsangiz kerak, biz bitta proyekt qilyotgandik, shunga chet ellik o'quvchini jalb qilishimiz kerak, siz yaxshi gapirayotgansiz, xohlaysizmi biz bilan bo'lishni deyishdi. O'sha payt tavakkal nima bo'lganiga tushunmasam, bo'pti deganman. Aslida u nima bo'lgan? Universitetlar aro hozirgi talabalar jamiyatga qanaqa g'oya bera olishadi deb bizani 50 ta 60 ta nechidan saralashganda finalga borganmiz. Har xil shartlari bo'lgan, kitobchalar yozganmiz, dissertatsiyalar yozganmiz. Bu yoz oyiga to'g'ri keldi.
bo'ldi, birinchi semestrimiz tugadi. Biz kanikuldamiz, Koreyada 4 oy o'qib, yozda dam olishadi, qishda ham xuddi shunaqa. Biz dam olishimizga to'g'ri keldi. Bizani hammamizni yig'ib bitta avtobus qirtoqqa olib ketishdi. Lager qurildi, boshqa bo'ldi. Juda ham ko'plab Seoul National, Yonsei degan zo'r universitetlardan bolalar qizlar kelishgan, hatto o'zbeklar ham bo'lgan u yerda. Biz komandamiz вообще yutamiz deb o'ylamadik, потому что prizga katta pul qo'yildi, $7,000. Lekin raqobatdoshlarimiz bizdan ko'ra yaxshi tayyorgarlik ko'rishgandi. No, biz yetganmiz. Oxirida o'q vaqti eng katta raqibimiz deb o'ylagan odamimizni faqat biz qoldik-da. Böyle ketdi deb doqqanisi, Women's University o'tdi, nima? Rasmlarni beraman вообще. Chunki biz g'oya berganmiz, u g'oyani nima qilsa bo'ladi, pul qilsa bo'ladi. O'sha g'oyamizni yoqqanligi uchun bizda tayyorgarliklar, dekoratsiyalar yoki tayyorgarligimizga investitsiya bo'lmagan bo'lsa ham biz yutganmiz. O'shandan keyin kontraktimni qanchadir summasini chiqarib oldim. Qolganiga endi Koreyada yashayotganlar arbayt degan narsa bor. Part-time ish qilish, har xil ish bo'lishi mumkin. Ishtivoy yuvish mumkin, kofe qilish mumkin, barista bo'lish mumkin, kassada sotuvchi bo'lish mumkin. Shunaqalardan boshlaganman. Nima g'oya edi o'sha yutuqga sabab bo'lgan g'oya edi? Bizda unaqa bo'lgan. Koreyada bilsangiz, ularning har xil ehromlari va saroylari bor, naqshlari bor. Akaziyasi u naqshlari ham xuddi bizanikiga o'xshab, oldingi eramizdan nechadir asr oldin ma'no anglatgan ekan. O'g'il bo'lsin oilamda, badavlat bo'lgan, uzoq umr ko'rgan degan naqshlar bor ekan. Biz o'sha naqshlarni olib, расшифровкасini dizayn qilganmiz, AI-lashtirganmizda hozirgi yoshlar ishlata oladigan darajada o'girganmiz, xuddi tildan algoritmga o'girganga o'xshab. Telefonga yopishtiradigan ringlar yoki bo'lmasam butulkalarni ichiga qo'yadigan mana shunaqa qilib yaratsa bo'ladi. Har gal o'sha kichkina podarkani berganingizda unda расшифровка qilib bo'lmaydigan ma'no bo'ladi. Uni faqat o'sha QR kod orqali bosib kirganda naqshtiradi, ma'nostiradi. Naqshtiradi, ma'nostiradi. Mana shu narsani berganmiz. Zo'r. Вообще unikal idea. Bilasizmi, именно chetda o'qishi yaxshi tarafi mana shu. Chunki agar men O'zbekistonda qolganda katta ehtimol bilan O'zbekistondagi kontrakt to'lash yoki bo'lmasam atrofdagilarni qanaqa kiyinyapti, mana moshta olishim kerak, iPhone aramlavisini tutishim kerak deyardim. U yerda bizani dardimiz faqat shu, qanaqa qilib dissertatsiyani zo'r yoqlasak bo'ladi, qanaqa qilib team buildingda zo'r qilsak bo'ladi. Ishonsangiz, men o'qiyotgan paytim karantinga to'g'ri kelgan bo'lgani uchun karantinda QR kod atamasini qilishni bizani kolonda tuzib bergan. Millionlab odamlarga yordam berganmiz, lekin bu Batman va Supermanlarni hech kim tanimaydi. Biz bu yoqda qolamiz. Chunki aytaman, universitetim prestijli bo'lgan, jamiyatga qanaqadir g'oya kerak bo'lgan bo'lsa, birinchi mana shu prestijli universitetga geniy bolalardan olishadi. Davlat taqlidi tomonidan qarang. Kelishadi, yozgan dissertatsiyasini o'qib, o'shandan pul qilishadi, mana shunaqa. Bizga hech narsa bermasdi. Biz o'zimiz toza qilardik. Koreya ministerstvosiga, Sog'liqni saqlash vazirligiga g'oyalardan berilgan, qaysilarini ishlatishgan, qaysilarini yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, bizani atrofimizda shunaqa odamlar yig'ilganda, nima qilsam jamiyatni ko'taraman, nima qilsam zo'r qilaman, nima qilsam meni eslab qolishadi, nima qilsam odamlarga foyda keltiradi. Bizning dardimiz mana shu bo'lgan. Shu bilan ko'rayotgandan keyin boshqa bekorchi narsalarga, dunyoviy narsalarga vaqtimdan bo'lmasdi. Endi shu yoqda menda ikkita savol bo'lib qoldi. Hozir esimdan chiqib qolmasdan ikkinchisini beraman birinchi. Xo'p, qarang, masalan, siz aytdingiz, bu yoqda ketishdan oldin ham qanaqadir oratorskiy iskustvo shunaqa bo'yicha yutgansiz, to'g'rimi? O'sha nutqlik mahorati bo'yicha qanaqadir yutgansiz. Undan keyin mana bunaqa gruppovoy proyektda ham yutgansiz. O'zi в общем, mana shunaqa yutayotganda nima deb o'ylaysiz? Siz omadingiz kelib qolib yutasizmi yoki prям qanaqadir tayyorlanib, oldindan qanaqadir mindsetdan mishleniya bo'lish kerak, o'shandan keyin yutasizmi? Qanaqa bo'ladi o'zi o'sha proses? Chunki juda ko'p masalan endi bilmayman, men buni savolni o'zim uchun so'rayman. Realni, chunki shunaqa narsa bor, ba'zida odamlarni ko'p tayyorlanishadi, lekin shu bilan what if, ya'ni shu bo'lmasa-chi degan narsa bilan mishleniya bilan o'ldirib qo'yishadi. Yoki bo'lmasa yana kimdirlar prям omad bilan bo'lib qoladi, yana nimadirlar bo'ladi. Xullas, menga shu narsa qiziq. Qanaqa qilib masalan sizni hozir aytyapsiz, mashina yutdim, bundan yutdim deb oson chiqib ketadi-da masalan. Shu narsani qanaqa qilib o'zi qilasiz? Bo'pshi. Bu mana yutuq. Siz qanaqa uni ko'rasiz? Hayotda har xil formula bor. Sizning baxtingiz, siz omadingiz formulangiz faqat siz bilasiz. Uni nomi ma'rifat. Meniki yoki parijat. Shuning uchun bitta qolib hisob qo'yish xohlamasdim, lekin ishontirib aytamanki, meni Koreyaga ketishimdan oldingi g'oyalarim bilan ketganimdagi g'oyalarim bitta katta tizimga bo'linishadi lagerga. Qaysi biridir to'g'ri, qaysi biridir noto'g'ri. O'zbekistonda yurgan paytimda juda ham ko'p qiynalib erishganman hamma narsaga. Miyamda bo'lmasa-chi degan xayol ko'p bo'lardi. Shuning uchun ABCD variantlarni hammasini qilib qo'yaverardim.
va yutqizganda juda og'ir botardi. Vaholanki yutqizib turish bu odatiy hol ekanligini Koreyaga borganimda bildim. Endi yutishimga keladigan bo'lsak, men shunaqangi o'yinga qatnashamanki, даже если yutqazsam ham meni tomoshabin eslab qolishi kerak. Men shu g'oya bilan kiraman o'yinga. Даже jangni o'rtasida halok bo'lsangiz ham tantanali ravishda halok bo'lingki, birinchi o'rin emas, sizni ani o'rtasida o'lib qolgan qahramon filmdan va kinodagi menga shu yoqardi deyish kerak. Xuddi shunaqa qilib o'yinga kiraman и baribir ekstravert xarakterim bor-da, meniki bo'lishi kerak. Mana shu narsa bilan kiraman, baribir qo'rquv bo'ladi. Chunki raqiblarni ko'ryapsiz, sog'lom aql bilan ularni mahoratini ham baribir tan olasiz, katta ehtimol bilan yutqizishimni ham bilardim. Lekin bitta narsa bor, meni yutuqqa erishishimga hammadan aqlli bo'lganim sababchi emas. Kimdir yutuqqa erishayotgan bo'lsa, bitta narsani bilib qo'ying, hech qachon aqlli bo'lgani uchun, boy bo'lgani uchun, go'zal bo'lgani uchun, shustri bo'lgani uchun yutmaydi. Inson o'sha joyiga borguncha to'xtamasligi kerak va o'zini shu yutuqqa loyiqman deb bilishi kerak. Nimaga? Chunki men hammadan ko'p harakat qildim. Men hammadan ko'p harakat qildim, hammadan kam uxladim, hammadan kam yedim, hammadan ko'p o'yladim mana shu narsani. Shuning uchun men даже aqlli bo'lmasam ham, men даже chiroyli bo'lmasam ham, men даже super geniy bo'lmasam ham shu yutuqni men olishim kerak. Sababi unga meni energiyam ko'p ketgan. Mana shu narsa meni ushlab turadi. Lekin agar anaqada bo'lsa, mindsetda bo'lsa, xo'p, men aqlliligim uchun emas, shustriligim uchun emas, men ko'pgina harakatim uchun desa, tez sinib qolmaydimi? Masalan, fail bo'lsa. Fail bo'lish kerak o'zi aslida. Nimaga? Hozir men o'tirib boshimdan o'tgan og'ir narsalarni aytib bersam, sizni podkastingizni ko'rayotgan hamma o'ziga motivatsiya oladi. Men o'tirib olib, "Adam, menga birinchi investitsiyani berganlar uchun Koreyadagi zo'r universitetga borganman. Oshnamni ham onam sovg'a qilganda tug'ilgan kunimga gitsam shu gap kimdir eshitadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Men ham hayotimda juda ham ko'p yutuqlar bo'lgan. Ular bilan faxrlansardik. Lekin men nimagadir faqat og'ir kunlarimni eslashga yaxshi ko'raman. Chunki men o'sha положениyadan chiqib ketganman, tish yoqadi. Shuning uchun failga nisbatan hech qachon salbiy munosabatda bo'lish kerak emas. O'shandan o'rganishi, o'sha narsadan nimadir tajriba olishi o'ylamasdan faqat o'zingizni omadsizlik his qilursiz, bu narsa sizga tavqillarga o'xshab yopishib oladi. Kerak emas bu narsa. Men naborat yutqizgan joylarim bilan maqtanishni yaxshi ko'raman. Bitta kinoda aytadi-ku, qutqaruvchi bo'ladi. Nechta odam qutqargansan, sanagansan, sen yo'q, men faqat qutqara olmaganlarimni, meni qo'limda o'lib qolganlarni bilaman, точно 5 ta bo'lgandek. Anaqalarni qutqarganlarni sanamayman. Xuddi shunga o'xshab men faillarni ko'proq sanaman. Bizani mana meditsinada o'qiganman, biologiyada o'tirib test yechayotganimizda 36 talik test yechsak, noto'g'ri chiqqan javoblar ustida qaytib tashlardi. To'g'risini emas. To'g'risini tahlil qilmaymiz, bo'ldi o'tib ketdi. To'g'rimi? Da o'sha momentda sani miya yetgan bu narsani yechishga noto'g'risini o'tirib, nimaga noto'g'riligini shifr qilishni o'rgatishgan. Endi ko'proq faillarga e'tibor bering. Xo'p, ikkinchi savol. Siz aytasiz, "Vot mana universitetga ketganman, bunaqa bo'lgan. Aeroportda meni deport qilishgacha borishgan, tipen shunga o'xshagan. Qanaqa qilib, masalan, hozir sizni ko'rayotgan qizlarga aytaylik, o'sha Koreya orzusi bor ko'pchilikda. Xo'p, endi Justice Charlie yaxshi ko'radi demasak ham, qanaqadir seriallar ko'rib, romantika qilishadi, o'sha Koreyani romantisize qilishadi. Именно o'sha Koreya orzusidagi bor qizlarga yoki umuman chet elga ketmoqchi bo'lgan qizlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, ularni ota-onasi juda ham mentalitetga qarab ish ko'rishadi, fikrlashadi. Qiz bola uyda o'tirish kerak, qiz bola takoy chet elga ketish kerak emas. Shunaqa fikrlaydigan ota-onasi bor bo'lgan qizlarga, lekin ular ketishmoqchi. Ularga qanaqa yechim bergan bo'lardingiz? Bitta gap aytaman. Qo'ldan kelmasa boshlash kerak emas. Sababi it azobini ko'rganman chet elda. It azobini. Unaqa demang siz endi. Etish kerak bu narsani, etish kerak. Masalan, bor-ku, K-pop eshit olib, qish nimasi bo'lmasa ham, bagaj bo'lmasa ham ketirmoqchi bo'lganda bor-ku. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Вообще unaqa qilish kerak emas. Qo'lidan kelmayaptimi, mas'uliyatini ola olmaydimi, boshi yechishi kerak bo'lgan narsani taxmin qilmaydimi, lutchi qilmagani yaxshi. Shunda hammaga yaxshi bo'ladi, ota-onasiga, o'ziga. Men misol uchun jangga kirishganimda juda qiyin bo'lgan. Boshimdan nuqulli o'tmagan, chiqishtirishmagan holatlari bo'lgan, och qolgan paytlarim bo'lgan. O'shanda maksimal o'zimga, oilamni obro'sini o'ylab, tishimga bosib kurashgan paytlarim bo'lgan.
lekin men buni hammasini oldindan taxmin qilganman. Bilardim juda qiyin bo'ladi, og'ir bo'ladi. Lekin men shunaqa odamman, hayotdan nomim chiqmasdan o'tib ketishi yoki yengil hayotni xohlamayman-da, sarguzashtparast bo'ladi-yu. O'shaning uchun kirishganman bu narsaga. Katta farzandligimni ham bo'pti, juda katta yordam tegan. Bilasizlar, katta farzand Cinderella bo'ladi. Idish-tovoq yuvuvchi, pol artuvchi, xizmatkor, mas'uliyatni enaga, albatta javobgar shaxs bo'lganligi uchun mana shu narsa qon-qonga singib ketdimi? Mana shu kontrolni kengaytirishga harakat qilib boshlaganman bu ishlarning hammasini. Agar kimdir uyda kenja farzand bo'lsa, erkatoy bo'ladigan bo'lsa, konkretni maqsadlariga erishish uchun plani bo'lmasa, maktabda yaxshi o'qimasa, zehni o'tkir bo'lmasa, qilish kerak emas. Yiqilib qolib, qoqilib qoladi bu narsada. Depressiya bo'lib o'lib ketish ham katta ehtimolda bo'lishi mumkin. Masalan, nechta odamni ko'rdim, Koreyaga borib, birinchidan axloqi buzilib ketganlarni yoki bo'lmasa o'g'il bola bo'lib turib, Koreyaga borib, bir ochga onasini, onajonisini baqirib turgan bolalarni juda ham ko'p ko'rganman. O'shaning uchun agar bu narsaga siz ruhan tayyor bo'lsangiz, qilish kerak. Qilish shart. Chunki g'alabaga erishganingizda hech narsaga teng bo'lmaydigan shunaqangi his o'rab oladi sizni. Вообще, uni hech qaysi so'z, dunyodagi hech qaysi qimmatbaho narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Eng qizig'i uni faqat o'zingiz bilasiz. Shunisi ham ozgina alam qiladi. Lekin agar nima desa bo'ladi, kuchi yetmasligini ozgina bilsa yoki yetarlicha ma'lumoti bo'lmasa, qilish kerak emas. Mana ota-onam nimaga ruxsat bergan? Ularni oldiga konkretniy fakt, konkretniy pul, konkretniy raqam qo'yganman. Demak, aytmoqchisizki, agar hop o'zida shunaqangi kuch bor bo'lsa, shunaqa narsalarni sezishsa, qilish kerak. Lekin qilish uchun ham, ketib olish uchun ham ota-onasidan ruxsat so'rash kerak. Masalan, ota-onasi ularga ruxsat berish kerak. To'g'ri. Uni qanaqa olsa bo'ladi? Birinchi navbatda hozirgi yoshlarimizdan ko'pimi DNMga juda ham ko'p keladi. Ota-ona ruxsat bermayapti, uzatib yuborishmoqchi, unaqa edi, bunaqa edi. Ularning gapini eshitibchi ota-onasi bilan umida gaplasharmikan deb ham o'ylab qolaman-da. Ota-ona bilan ruhan, qalban yaqin bo'lmasdan turib ulardan nimanidir so'rash mumkinmikan? Oldin ota-ona bilan yaqin bo'lish kerak. Ya'ni dugonasiga yetadigan sirlarni onasiga aytish kerak, otadan maslahat olish kerak. Ularni sizni hayotingizda borligini bilish kerak, olib kirib olish kerak hayotiga. Ular taqib eshikni yopib oladi yoki bo'lmasa ruxsat bermaydi. Hayotida nima bo'layotganligini ota-ona bilmaydi. Balki umuman boshqa niyat maqsadlarni o'ylab yurganlar. Shu narsalarni ota-onasidan bo'lishmaydi, tabiiyki ota-onasi ham tushunmaydi. Ota-onaga nima kerak? Bolasini sog'ligi kerak, xavfsizligi kerak, er og'zida yomon gap tarqamasligi kerak va baxtli bo'lishi kerak. Bular hammasini qilish uchun ota-ona bilan bo'lish kerak ichdagina. Men misol uchun Koreya menga qanchalik qadrli va qimmatliligini ko'rsatardim. Uyda karishcha ovqatlar qilib hamma joyga karishcha yozib yopishtirib qo'yaverardim. Karishcha ashulalar aytaverardim. Annyeonghaseyo kutaverardim. Ala yaxshi o'qiganim uchun pullar, grantalar berishgan deyishgan. Da, okey. Qizim mana shu narsa bilan baxtli ekanmi-da, uni qo'llab-quvvatlash kerak. O'sha men yaqin bo'lganman, ota-onam bilan tushuntirishga maksimal harakat qilgan. Ikirishkalargacha bo'lmasligi mumkin buni. Hayotimda bo'layotgan katta o'zgarishlar hammasi ular bilan bo'lishganlar va ular his qilishgan o'zlari shukurasi bilan, bu mana bunaqa narsa ekan, bu sovuq ekan, bu issiq ekan, his qilishgan. Hech narsani aytmaydi hozirgi ota-onasiga. O'sha musiqadan nimaga yoqayotganini aytmaydi. Masalan, juda ham ko'p karishcha musiqalar kim bilmasa aytaman, umid haqida, maqsadga erishish haqida. Sen yolg'iz emassan, men sen oldingdaman. Ne yo'qaysiz, men sen yoningda bo'lib beraman har doim degan ashulalar bo'ladi. Nimaga? Chunki o'ta suitsid ko'p, depressiya ko'p. Shuning uchun ham ularni show biznesida shu narsaga talab borki, do'stona musiqalar aytishgan. Va eshitayotgan bola o'zi bilib bilmasdan shu narsaga qalbida panoh topgan bo'lsa, ota-onasiga tushunish kerak emas shuni. Men koreys musiqalarini eshitsam maza qilaman. Tushungim keladi, Koreyaga borib karyera qilgim keladi. Shuning orqasidan sizlarni baxtli yashashinglarni ta'minlashni xohlayman. Nima qilib qiz bola bo'lsam deyishingda, joppasiga kelib, men Koreyaga ketishim kerak, men buncha pul kerak ekan, Parijda sutfani kursini olib bering. Yo'q, bunaqa deyish bo'lmaydi. Lekin shu gapingizga e'tiborsiz ota-ona bilan maksimal emotsional bog'lanish kerak, o'zini narsalarini tushuntirib berish kerak deb aytasiz. Ba'zi ota-onalar bor, reallan masalan men uzoq qarindoshlarimdan bilaman, o'zimni tanishlarimdan bilaman. Prям ota-onasi endi qo'pol qilib aytganda tiran. Ya'ni qanaqa tiran? O'zini faqatgina xohishlari deydi, bolanikini umuman, farzandini umuman anaqa qilmaydi, eshitmaydi, boshqa qilmaydi. Unaqa holatda ham bo'lishi mumkin. Unaqa holatda men o'zim aytgan bo'lardim, endi o'zimni fikrlashimdan kelib chiqib,
qanaqadir osonroq undan ko'ra bo'lib xavfsizroq variantni tanlash. Masalan, yugurib borib Koreyaga ketaman emasda, masalan, shu yoqni o'zida ham qanaqadir ish qilaman, boshqa qilaman degan narsa bo'lish kerak deb o'ylayman. Yoki bularga o'xshab progress qilish kerak. Qanaqa? Tayyorlab borganda. Da bo'lishi mumkin. Endi qarang, yana narsa. Siz aytyapsiz, men itga qiynalganman. Agar sen tayyor bo'lmasang, boshlama bu narsani deyapsiz. Bu qanaqadir o'tirgan odamni ba'zilarini da, вот mana men tayyorman, da mana menga уже anaqa keldi. Mana qanaqadir menga dabro berdi deb aytayotgan bo'lishi mumkin kimdir o'zida yoki kimdir bu gapingizdan keyin yana ham tushib qolgan bo'lishi mumkin. Endi tushib qolgan odamlarga qanaqa deysiz? Masalan, o'ziga ishonch topolmayotgan, o'zi unchalik ishonmas edi, lekin sizni gapingizdan keyin ozgina ishonch yomonni yer bilan bitta bo'lgan odamlarga. Qo'yani ham chekishga o'rgatsa bo'ladi. Menda hamma qilsan iloji bor. Men mana shunaqa juda chorasiz qolgan paytlarimda o'zimda eng tubiga tushib ketayotgan vaqtlaringizda aytaman. Ikkita qo'ling bormi? Ikkita oyog'ing bormi? Ko'zing ko'ryaptimi? Birovni yordamsiz ish qilsang bo'ldi. Bahona qilishga haqqingiz yo'q. Ko'rganmisiz YouTube pochtada oyog'ida rasm chizayotganda bor. Uyalmaysanlarmi? Ikkita qo'lingda ikkita oyog'inglar turib mehnat qilmaslikka. Bu уже вообще kimdir motivatsiyasi yoki kimdir gapi bilan qiladigan bo'lsangiz, oxir-oqibatda baribir bu sizga kerak-ku. Men qancha motivatsiya berganim bilan, ota-onangiz qancha qo'llab-quvvatlagani bilan men yegan ovqatim mana oshqozonimga tushadi, menga emas. Ko'rib tursiz to'yib qolmaydi. O'zi uchun harakat qilish kerak. Mana muhtojlikda. Hozirgi yoshlarimiz hayoti Xudoga shukr, o'ta yaxshi bo'lib ketgan. Erkalanib ketishyapti. Vashshu, erkalab ketishyapti. Chunki kuchli odamlar og'ir damlarni yaxshi damlarga aylantiradi. Yaxshi damlar kuchsiz odamlarni keltirib qo'yadi-yu. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Bizning paytimizda telefon o'yinida tursa, Wi-Fi bo'lishi bilmasdik. Hozirgilarning menimcha eng katta depressiyasi Wi-Fi'ni bezlimitni bo'lmasligi bo'lsa kerak. Bu solishtirib bo'lmaydigan narsa-da. Qiyinchilik odamni tarbiyalab, qiyinchilik odamni ruhiyatini mahkam qiladi. Sizni paytdosini ichyorsiz? Menda savol bor. Yaxshi universitetda o'qiganman deyapsiz. Universitet kontrakti ham qilmadi. Shunaqa. Qanaqa qilib moliyaviy yil baribir ota-onangiz 100% qabul qilmagan, ham o'qishga, ham universitet uchun pul topishga. Odatda bu bir-biriga tushmaydigan narsa-da. Yaxshi universitetda o'qiyotganlar odatda shu narsaga ham e'tibor beradi, chet elga topshirayotganlar 100% grant olishga. Chunki agar biladi, kontraktga tushib qolsa, o'qishiga ham bu narsa ta'sir qiladi. Sizda qanaqa bo'lgan? Men it azobini ko'rganman deb tushunmaysiz. Birinchi navbatda o'sha aytayotganimda menga hech qanaqa support bo'lmaganligi uchun siz aytgan narsalarni tarozga qo'yib qo'yishga menga vaqt bo'lmagan. Shunchalik tez-tez yonganman, to'rbat o'qishdan yiqilib qo'ygan odam tez-tez kirish qoladi universitetga. O'sha moment bo'lgan. Yevot borganimda shu mana boya aytdim, birinchi semestrga o'tgan, ikkinchi semestrga tanlovdan pul olganman, keyingi semestrlarga ishlab. Magazinlar bo'lardi. Men Seul shahrida yashaganim uchun u yerda biroz kafelar, brendlar juda ham ko'p. Yaxshi gapiradigan ingliz tilidagi chet ellikni juda ko'pchilik ishga olish xohlar ekan. Tiem более xohlaysizmi, xohlamaysizmi, jamiyatda va ayniqsa Koreya jamiyatida tashqi ko'rinish juda ko'p narsani hal qiladi. Ularda imенно o'zbekchaligi yoki bo'lmasa ma'na ko'rinishidagi insonlarga talab kuchli bo'lgan. Ham borardi, oldinga chehramga qarab ishga olib ko'rishardi, keyin men biror marta ishga kech qolmaganligimni, ishdan kech ketishimni, puliga xiyonat qilmasdan yugurib ishimni qilayotganimni ko'rib, har doim uzoqroq qolishardi. Yo'q, oyligimni ko'tarib berishardi. Birinchi marta krossovka sotishga kompaniyaga ishga kirganimda, magazinga 1 oylikka deb kirgan. 6 oy ishlagan. Shunaqa bo'lganki, o'ta meni menejerim bordilar. Ular kunora chiqardilar, men har kuni chiqardim, yakshanba kuni ham. Ular menga soatiga pul to'lashardi, menejer bilan qilib olganman. Chunki men soatim ko'p bo'lardi, o'ngishchi bag'ishlaganman. Sotuv sohasida ko'p ishlaganman. Odamlar bilan, mijozlar bilan ko'p muloqotda bo'lganligim uchun ham koreys tilim boshqa chet ellarga qaraganda rivojlanib ketib qolgan. To'xtamasdan gapirish, tiem более universitetdan mana diktorlarga o'xshab chiroyli gapirishni o'rganganman. Tashqarida avtomat bo'lib gapirishni o'rganman. Ikkitasi qo'shilib bitta kompleksni hosillangan va ertalab mana 9 dan boshlansa, qizlar universiteti 8 dan boshlanadi. Qani ham universitetda o'qidi, 8 dan boshlanadi. 8 dan 12:30gacha paralarimni eshitardim. Yarim soat ovqat yeb olib, ishga ketib, soat 1 da ishim boshlanardi, 10 gacha ishlardim. Qaytib kelib bitta yuvinib, yana kechasi darsga o'tirardik, 2 soat uxlardim. Mana surunkasiga davom etardi bu narsa. 7 yil davomida nechta ish almashtirdingiz? Voshchi ko'p. Tak.
Pumada ishlaganman, Adidasda ishlaganman, barista bo'lib ishlaganman. Paris Baguette degan do'kon bor, buchka sotadi. O'sha yerda ishlaganman. 3 ta mehmonxona bo'lgan. Y, W, E, Diamond degan. Hammasida menejer bo'lganman, boshqarib turardim. Bitta joyda уборщица bo'lganman. Hozir ota esimda yo'q, menimcha kafe bo'lgan. Частный repetitor'am bo'lganman. Ufanlik kelib hindistonliklar mendan nima qolishardi karslar, вообще ko'p. Modellikka olardim, chunki o'tdan pul to'lanardi. Juda ko'p. Mixo magazin ishlaganman, Zarada ishlaganman. Hozir shuncha Zaraga borsam, naqd qo'yaman. Qizlarni ko'tarib olib, beshelkada yurishlar, mana ham shunaqa qilardim, kitirib olibdi. Shunaqa. Tushunarli. O'sha paytda motiv nima bo'lgan? Masalan, universitet, ish, jarayon o'tanib, bir-biriga depressiyaga olib tushadigan darajada, 2 soat uxlash bu odam baribir yomonligiga tushib qo'yadi. Nima bo'ldi? Keyingi kunga o'tishga. Qarang, bunaqa bo'ldi. Koreyaga borganimdagi birinchi 1 yili realni jahannamga o'tgan, realni. Men ko'rgan Koreyadagi shahzodalar yuradigan, yig'lasangiz kimdir ro'molcha tutadigan, qattandir bitta prezident o'g'li seni sevib qolib o'zining nima kompaniyasiga ishga olib o'tkazib qo'yadigan narsalar yo'q ekan. Qarasam, hamma bo'yi past bolalar, quli, tomog'ini qattiqga qolgan. Keyin qarasam, faqat hamma narsa yomonlik bo'lgan. Pul topish kerak, o'qish kerak. Odamlar yaxshi ish topish uchun ertaga pul topsa, men o'qish uchun pul topardim. Chunki kontrakt to'lash kerak. Keyin o'ylaganman, stop o'tir, to'xta. Koreyani yaxshi ko'rarding, kelding. Bu yerdan ketayotganingda sen yaxshi xotir bilan bo'lish kerak. Bunaqa yashamaymiz biz. Endi men taroz burji bo'lgancha hamma narsadan go'zallik qidiraman. Go'zal bo'lish kerak hamma narsa gapirgan gap, kelgan kiyim, atrofdagi narsalar. Keyin nima qilganman? Kichkina narsalardan ham nima topishi, baxt topishi boshlaganman. Aynan shu atama Koreyada bor. Sowaking deyiladi. Ya'ni siz o'zingizni baxtli qiladigan mayda narsalardan rohat topasiz. Masalan, ertalab kofe ichish, mushugingiz bilan yotib kino ko'rish. Menga misol uchun non yeydi yoqadi. Ertalab turib bitta kofe, bitta non olib qurasan, kofesi bilan birga olsangiz bonusga berishadi. Yutib oldim, puldirdim deb ketiradi. Keyin coin yig'ib yursangiz, sizga anaqa bonus beradi. U coin jonivorlar bir kun yig'ilib qolganidan kelib qoldi deb beraman. Vashi pul yo'q. Non magazinga kirib non olishga bordim, keyin sotuvchi qiz aytdi. 죄송합니다. 한 번 말씀드릴 텐데 우리 yapim bor edi, qarang bo'lsangiz yo'q ketib bo'yish topmasangiz kirib ketarkan. Qancha bonus bor ekan? $300 dedim. Havasiga beraman. 2 paket non qo'limda. Mana shunaqa narsalardan baxt topishni boshlaganman-da. Do'stlarimga e'tibor berishni boshlaganman. Ulardan o'rganishni boshlaganman, ochilishni boshlaganman, o'zim birinchi gapirishni boshlaganman. Yo'lga menga o'rgatishardi. Yomg'ir yoqqanda Koreyada bunaqa ovqat mashina ishing kerak. Mana bu joyda bo'lgan bunaqa ishing kerak. Qayerda ishga borgan bo'lsang, обязательно bizga ko'rsata olgan. Yaxshi ishmi, yomon ishmi o'zi tekshirib beramiz deb. Mana shunaqa narsalardan baxt topib, katta muammolarni ozgina bo'lsam unutishga harakat qilgan. O'shanda hayotim go'zal o'tgan. Voh, bo'ldi. Aktivist bo'lganingizda harakat qilganman. Tushunarli. 7 yil hammasi shunaqa o'tganmi? Yo'q, sifatli ko'p bo'lardi. Yaxshi kunlar ketma-ket kelgan vaqt ham bo'lgan, yomon kunlar vaqt har xil bo'lgan. Har gal boshingizga har xil qiluvlar tushgandan keyin qanaqa tayyor bo'lishni ham bilmay qolar ekansiz. Masalan, kimdir sizni chet ellik deb ajratsa, qanaqa immunitet hosil qilishni bilardingiz-da. Boshqa joyga borganingizda imенно chet elligingiz bo'lgani uchun sizni tepaga ko'tarib yuborsa, boshliqlar atrofdagilar unga g'alati qarasha boshlaganda uni yana bitta immunitetda. Masalan, o'qishda bo'lardi shunaqa, chet elliklarni ichida realni zo'r gapirardim, kars bo'lmasam ham hamma domlalar meni yaxshi bilishardi. Yo'qlamarida sразу meni bilib cho'tishga qilib qo'yishardi. Men yaxshi baholardim. Nima uchun stratsiya qilganim uchun? Chunki o'ta yozayotgan dissertatsiyalar hammani oldida ochib qo'yib, mana meni xato qilibdi demaydi. Hech kim narsalari maxfiy ma'lumotlar ko'rsatilmaydi. Men dissertatsiyani o'zini dohida yozib topshirardim. Chet elligiga nisbatan qaraganda yaxshi yozardim. Buni ko'rolmagan chet ellik nima deymiz, koreys o'rtoqlarim bu chet ellik bo'lgancha paxta qo'yishyapti. Ko'zga yaqin bo'lgancha bahosini qo'yib berishyapti, menga o'qirayman, qarashardi. Har xil bo'lganda, bittasiga tayyor bo'laman siz boshqacha, unisiga tayyor bo'lmaysiz boshqacha, keyin hayot shundan keyin o'rgatib qo'ygan, shu doim stoyka turish kerak ekan. Qatdan qat'iyga tep qolishni bilmaysiz. Да. И ota-onangiz masalan shu paytlarda Koreyani hop bitirib keldingiz. Keyin yana Koreyaga ketdingiz.
keyin hozir masalan bu yoqda yuribsiz, qanaqa qilib shuncha payt kutishdi. Masalan ko'pchilikda ham nima narsa bo'ladi, qizlarda engina hop men o'qishiga maksimum o'qishga ruxsat beradi, boshqa qiladi, keyin uyga qaytayotganda olib kelishadi. Keyin g'amani qalab olib kelishadi. Choyni olib kelishadi. O'ylaydi, qizim, aylanib kelding. Endi bu yoqga welcome to real life degan narsa bor-da. Sizda nima uchun ota-onangiz qanchalik sizga unaqa holatda ishonishadi? Shu o'zingizga hamma narsani qo'yib berishgan. Birinchidan o'ziga aybdor. Ikkilovligi ham qaysi ota-onammi? O'zining fikri bor, mustaqil. 33 yoshda turmush qurishganman. 35 yoshda birinchi bolalik dunyoga kelganman. O'shancha bir nima desa eslatib qo'yaman. deb qo'yaman. Chunki bolasiman. Bu bir. Ikkinchidan o'shani qo'pol qilayotgan eple bo'lmagan ketyapman-da. Va bilishadi, что men vaqtimni bekor ketkazmayman, yomon narsalarga ketkazmayman. Hayolim doim dunyoni zabt etish va insoniyatni qandaydir yuksak cho'qqiga erishtirish, harakat qilish. O'shani bilishgani uchun ham xalaqit bermaslikka harakat qilishadi. Hamma tanlovimga, deyarli hamma tanlovimga hurmat bilan qarashadi. Bu narsani masalan qolganlar qanaqa erishsa bo'ladi bu narsaga? Baribir bizda ota-onaning xohishlari hammasi birinchi o'rinda turadi-da. Mentalitet, din emas, mentalitetga ko'ra. Dinga ko'ra-da ota-onangizni hurmat qilishingiz kerak, ularni e'zozlashingiz kerak, lekin hamma narsaga ham masalan ular buyurgan hamma narsa agar dinga qarshi chiqadigan bo'lsa, u narsa masalan qo'llab-quvvatlanmaydi даже din bo'yicha. Lekin endi bizning mentalitet bo'yicha любой narsa qilsa, xo'p deyish kerak degan narsa bor. Qanaqa qilib o'sha mentalitetdan endi sizdagi holat emas, sizdagi holat u holat ota-onangiz bo'ldi, zo'r ish qildi degan narsa, qanaqa qilib o'sha ozgina bo'lsa ham o'zlariga erkinlik oladigan holatga kelsa bo'ladi. O'g'il bola ham mayli. Mening o'g'il bolalarning ham ishi yengilroq bu holatda. Qizlar qanaqa qilib bu narsaga erishsa bo'ladi? Birinchidan albatta bu immunitet bizda asrlar davomida shakllangan, chunki urug'imizda derni hamma o'qiganmizda. Bo'lgan, boshqa bo'lgan. Mana dodamlar, rahmat qilsin, 101 yoshda olamda o'tgan bo'lsalar, o'zi bizga sekin qarayman, uzoq hidiyalar pokolensiyamiz. Ularni o'zlari o'qishga, ilmga qiziqqan bo'lganlari uchun ilm orqasidan ildiz otgan bo'lsa, bu narsalar tushuniladi-da. Baribir iymanda ham shu qaysidir bitta iqtidor, qaysidir bitta ota-bobomni qilgan harakatini zanjirida просто так bo'lib qolmagan. Bu genlar kombinatsiyasi. Ulug'imizda artistlar ko'p, aristokratlar ko'p, o'shaning uchun ham bu narsani o'zi to'g'ri qabul qilib bo'lishgan. Endi erk masalasiga kelsak, avvalambor ota-onaning ishonchini oqlab qo'yish kerak-da. Shu yoshimga kirgan bo'lsam, biror marta meni uyimga kelib, ustimdan javob tushmagan. Maktabda ham zo'r o'qirdim, faqat to'polonchi, bolani uradi, o'zinikini talqat qiladi. Bitta qiz yotqizib olamiz olganman. O'shani chaqirishgan. O'qishiga gap yo'q, lekin xulqi bilmadim, juda to'polonchi deyishardi. Universitetda ham shu juda chaqqon, yaxshi o'qiydi. Faqat asabiylashib baqirib ketadigan deb mana shunaqa gaplar kelgan. Ota-onam ko'rib turibdi, bu nima bu? Shuning uchun ham ishonch beradi. Ishonchi lekin oqlamaydigan bo'lsa, любой odam qafasga chiqishga harakat qiladi, zapret qo'yishga harakat qiladi. Amal berilgan shuning uchun doim yaxshi oqlab kelgan. Xarakter ham muhim ekan-da. Xarakter muhim, juda ham muhim. Mash joyida eslatib o'taman, turmushga chiqadi har bitta qiz oilali bo'ladi. Men ota-onamga ko'rsatganman xarakterimni. Bo'lajak turmush o'rtog'imni обязательно ko'rsatish kerak. Chunki ertaga anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun ham xarakter oldindan ko'rsatish kerak. Naborot oldin yomoniga tayyorlab turib, keyin yaxshi hislatlarni olish kerak deb o'ylayman. To'ydan keyin qochib ketmagani haqiqiysi bo'ladi. Da. To'ydan keyin o'zgarib qoldilar. Mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun konkretno oldindan ochilishni bilish kerak bir-biriga nisbatan. Oldindan shu narsani o'rgangan. Endi bizankilar sevishib turmush qurishgan, anchalik bir-birini sinab, shuning uchun nima bo'ladigan bo'lsa hamma narsani yo'qlig'i bilan gaplashib olish kerak oldindan. Kim bo'ladi, qanaqa bo'ladi, keyinchalik turib olib xarakteringizni ko'rsatib, misol, bizda eng ko'p tarqalgan narsa nima? Ota-ona aloqada yashash. Boshda aytish kerak bu narsani. Alohida yashamoqchi bo'lsa, alohida yashayman deydi. To'g'ri, qanaqadir kompromissga kelinglar. Osh pishirib, elga to'y berib qo'yganingdan keyin kuyov olib bu xarakterni ko'rsa hayot bo'ladi. O'tirib kompromissga kelish kerak. Bola aytsa o'ziga qulay narsani, men aytaman, qiz aytadi, mana shunaqa. Shuning uchun har bitta odamga xarakterimni ko'rsatishga harakat qilaman. Shuning u nimaga tayyor bo'lib turganini bilish kerak. Biznes bo'ladimi, do'stlik munosabati bo'ladimi, har qanaqa holatda ham. Mana shu narsa menga juda ko'p joyda yordam bergan. Chunki odamlar kim bilan ish qilayotganini, kim bilan qanaqadir отношение qilayotganini o'zi bilishgan.
man maksimalni ularning ishonchiga loyiq bo'lishga ham harakat qilganman. Ota-onam xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Ularga konkretni aytaman. Erga tegmayman, o'qiyman, ishlayman, pul topaman, mashina olib beraman. Odamni Zo'r. Bu qaysidir period uchun zo'r narsami yoki butun umr boshqa logika yaxshi ishlaydi bu? Yaxshi savol. Baribir odamni MBTI ham yoshiga qarab o'zgarib turganidek, ruhiga qarab o'zgarib turganidek, ertaga boshqacha fikrda bo'lib qolishi ham mumkin. Hozirgi pozitsiyam meni o'zimga qulay. Umar yashashimga, odamlar bilan munosabatimga xalaqit bermayapti, naborat yordam beryapti. Chunki baribir xohlasangiz, xohlamasangiz tan olish kerak. Yolg'iz bo'lsangiz xavfsiz bo'lasiz, yolg'iz bo'lsangiz vaqtingizni o'zingizga sarflaysiz. Masalan, men Koreyaga ketganimda o'ylaganman, nima uchun O'zbekistonda men 4 yil o'qishga kirolmadim, yiqildim, lekin Koreyada bitada kirib ketdim va yaxshi o'qiyman hozir. Sabab uyda katta farzand bo'lganim uchun darslarning vaqtimda hali idish-tovoq yuvishga, hali ovqat pishirishga, hali eshikni supurishga, hali u narsaga, hali bu narsaga chalg'ib turishga qarabsizki, fokus yo'qolgan. Uydan chiqib ketgandan keyin faqatgina o'zimga e'tibor berganman. Malayziya sekundlar ham faqatgina karyera qilishga, dissertatsiya olishga ketardi. Ovqatda doim zakaz qilardim, posudani yumardim, plastmassa bularni tashlab yuborardim. Payponi magazinga kirib, eng arzonidan 30 ta olardim, 2 ta kiyilib tashalardi u narsa, yuvilmasdi. Paypo yuvishga ham vaqtimni qizg'anganman. Tasavvur qilsam 26 mingta dunyodan har xil joydan yig'ilgan, yana jinslarimni bir xil jins orasida raqobat kuchli bo'ladi, biologik. Qizlarni orasida raqobat qilamiz. O'sha tayyordirdi. Qizlar realni u biya geniy bo'lib ketgandi. Ularni o'zini biznesi borlari ham bo'lardi shu vaqtda. Ular bilan qilganingizdan keyin maksimal tayyorlanishingiz kerak-da, maksimal tayyorlanishingiz kerak. O'shaning uchun hozirgi pozitsiyam yolg'iz bo'lishim, bitta o'zim bo'lishim, hamma narsani fokusga berishib, karyera qilishimga, biznes qilishimga yordam beryapti. Keyinchalik bu sifat ozgina qo'yib yuborilishi mumkin. Chunki ertaga bola tarbiyalashga o'tirilganda menga bola muhimroq, ish muhim emas bu paytda. O'sha qarorga kelguncha hozirgi pozitsiya menga qulaylik beryapti. Xuddi meni transportimga o'xshaydi. Ma'lum bir vaqt kelganda bu sifatni tushirish kerak bo'ladi. Chunki o'zingizga zarurat qilib qo'yadi. Bolangizga qaraysiz, ishingizga qaraysiz, shunaqa narsa. To'g'ri. Hozir qanaqa shunday hayotdagi prinsiplaringiz, qadriyatlaringiz eng prioritetga qo'yib qo'yganingiz? Ko'proq yaxshilik qilishni xohlayman. Xo'pmi? O'rganimdan keyin ko'proq odamlarni eslashni xohlayman. Bilmadim. Harakat qilmadim. Kontentingizda o'zi nimani yetkazib bermoqchi bo'lasiz? Bu missiya bo'ladi, masalan, shunaqa kontentida. Erkin bo'lishni. Bu dunyoda baxt men uchun erkin. Gapirishga erkingiz bo'lsa, xohlagan narsangizni kiyishga erkingiz bo'lsa, rostga gapirishga erkingiz bo'lsa, bu eng katta baxt. Erkin bor joyda o'sish bo'ladi, erkin bor joyda shovunda o'sgan bo'ladi. Maksimalda bu savolga filtrsiz javob bersangiz, ochiqchasiga aytavering. Hamma ham charchaydi, hamma ham bu modda bo'lgandan keyin charchaydi. Umuman olganda biz nima bu odobli qizlarni yo'q qolganmiz. Ochiq-ochiq gapiraylik. O'zi mashq qiz boshlaydi hamma narsani. Yo'q, конечно bo'ladi. Bilasiz, o'z ayollarning tabiatiga xos oyda bir marta alohida o'qiladigan paytimiz bo'ladi. Конечно bo'ladi. Tun bo'lib bekorga mamlakatlarni erkaklarni boshqaruvga berib qo'ymaganmiz. Ular bizga nisbatan bosiqroq bo'lishadi. Inakda yoqadi. Faxrlanaman o'zimning kuchli xarakterimdan, boshqasidan, boshqarayotganimdan, ishchilarni, xodimlarni, jamoani. Inan shunaqa sababga tegadi. Hamma narsaga manda, ishoning, shunaqa momentlar bo'ladi. Ertalab turaman, 30 ta odamdan 30 xil SMS kelgan bo'ladi. O'quv markazi sveti o'chib qoldi, printerimiz ishlamayapti, kastef qilish kerak, storiesga chiqib berishingiz kerak, video olish kerak, 30 ta video target olish kerak. Uni onam yozadilar, uni singlim yozadi, uni onam yozadi. Yana bir narsalar, eski odam bilan tanishda bir narsalar yozgan, hammasiga har xil javob berishingiz kerak. Hammasining mudi har xil. Bittasiga rahbar bo'lib gaplashishingiz kerak, bittasiga do'st bo'lib gaplashishingiz kerak, bittasiga farzand bo'lib gaplashishingiz kerak, bittasiga sotib oluvchi, bittasiga sotuvchi bo'lib gaplashishingiz kerak. Miya achib ketadi endi. Baqirib tashlsam prodyuserlarimiz bosing bu qarang mushtarda o'tib ketadi, yaxshi o'tib ketadi hammasi. Telefonni qo'ygan vaqtlarim ham bo'ladi. Qanaqa chiqib ketasiz bundan? Ozgina pauza olmasam bo'lmaydi. Chunki birovni jahlini birovdan olib qo'yadigan odat bo'lib qolyapti. Endi любой odamda ham ta'sir qilyapti. Sizni ko'pchilikda aytasiz, "Pishsa, menimcha podkastda ham yaxshi o'tira olmasdingiz." Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. O'shanga harakat qilaman telefondan o'chirib, uzoqlashishga. Jahlim chiqdi gapirmay qo'yaman. Chunki gapirsam bilaman, uzib olaman, keyin neftema odamman. O'shaning uchun harakat qilaman, gapirishmakka telefonni ko'tarmaslikka. Ko'tarsam bu ketdi ovoz. Ko'tarishni boshlaydi. Juda kuzatuvchanda, juda kuzatuvchamiz-da. Biz ichida o'tirib, ichida hid qilib o'tiradi bu qiz bola. O'ylab o'tirdim, ma'rifat gapirdi. Qanaqa odamlarning hayoti o'zgardi? Sizni kurslaringizni sotib olib, eng sizni ta'sirlantirgan
prям hayot o'zgarib ketgan odamlar bo'lgan 360 gradusga. bo'lgan bitta qizimiz hozir qanaqa gapimni eshittiradi bilmadim. Sizdan targ'ib qilish niyatim yo'q. 6 aytaman, bitta qizimiz koreysga turmushga chiqqan bo'lgan. Koreys tilini bilmasdan, shart-sharoitini amal bilmasdan turmush qurganlar, borganlar. Menga iltimos qilyaptilar, men koreys tilini o'rganishim shart va zarur. Koreyaga kelib qoldim, hech narsa yo'qmayapti. Emiziklik boradi, o'qitasizman. Işte injiliyonlar qimmat bo'ladi. Mana shunaqa shart tushib turgan, balki turmush o'rtog'ini to'laydi, menga patli yo'yaptilar. Dars o'tish boshladi, haqiqatda emiziklik bolasi bilan dars o'tdi, bolasi ko'zim oldimda katta bo'lgan. Men o'zim ham sanib qolardi. Mendan yig'lab qolganlardi darsga vaqtidan obuna qilib qo'yardi. Endi tasavvur qiling, o'sha narsani bilmaydi. Koreyaga qiziqmagan odam sharoit sababli ketgan o'sha yoqqa, turmushga chiqib. Hech narsa yoqmasdi, hayot depressiya. Qanaqa gaplashishardi eri bilan? Bilan gaplashishini eshitmaganman. Koreys lekin, chista koreys. Til bilmagan odam bilan yashash kerak, tushunasizmi? Azobda bu narsa. Sekin til o'rgatishni boshlaganda, o'shanda baribir til baryeri borligini tushundimda, til baryeri olib tashlaganimga turmush o'rtog'im bilan yaqinroq bo'lgan. Magazinga chiqib kelishni boshlagan, imiji o'zgargan, ovozi o'zgargan. Narsani ko'rib xursand bo'lgan. Bolalar ham kattaroq bo'lib, shu koreys tilini mutlaq o'rganolgan bo'lganda, Koreyadan ish topadigan darajaga yetganda men to'xtatganman darsni. Hozir bo'lmay vaqtda yashardi. Bitta savolim bor o'zi. O't mana Koreyada tug'ilsan, u qizni даже ko'rinishlari ham o'zgardi deyapsiz. Men masalan shunaqa ko'p ko'rganman endi internetda boshqa tanishlarimdan. Ko'pchilik o'qishga ketishadi. Masalan, Yevropaga ketishadi kimdir Amerikaga ketishadi, kimdir boshqa joyga ketadi, kimdir Koreyaga ketadi. Nimaga bolalarni ham, bolalarni emas, lekin nimaga qizlarni ko'rinishi koreyslarnikiga tortib ketadi? Prosta savol bu. Ko'rinish o'xshab ketadi. Koreyada shunaqa. Masalan, sizniki ham aytaylik, ko'zlaringiz vro'da katta. Koreyslarnikiga masalan o'xshamnaqa struktura, unaqa yuz strukturasi unaqa emas, lekin qanaqadir o'xshaydi, beradi baribir. Birinchidan, men bu bilan ko'zlari qiyiq bo'lgan, chunki bizda qiyiq ko'zlar minatli qiladi. Hozir O'zbekistonga kelib kaloriyada ovqat yeganim uchun ancha to'rishib qo'yaman. Koreyada yurganlar hatto mitis adasi oyisidan kimdir koreys deb o'ylashardi. Avlodida bor deb o'ylashardi. Muhitda yashaganingizdan keyin jestlaringiz tortib ketardi o'zi shu. Kiyinishingiz, kosmetikangiz, qizlarda bir narsa bilinadi. Kosmetika ishlatganda, kiyinganda, gapirganda hammasi bilinadi. Masalan, men o'zbek tilida bo'limga qo'pol gapiraman. Bo'laman, bitta mendan karisi yo'q. Mendan nejnosti yo'q, mendan pogladistisi yo'q. Men o'zim shunga hayron qolardim, nimaga koreys tilida gapirganimda ovozim juda ingichkalashib ketadi. O'zbek tilida bunaqa. O'zbek tilida meni tilim odonam chiqarishdi. Koreys tilini o'zim chiqarganman-da. Shuning uchun ham koreys tilida men bo'li yumshoqroqman. Yana o'ylaymanki, men bu Koreyaga ketganlarning ko'pchiligi такой sevgi muhabbat orqali ketadi-ku, koreys seriallariga, boshqalarga. Masalan, Amerikaga hech kim amerikancha serialni ko'rib ketmaydi. Yoki Amerikaning muhabbati bilan ketmaydi. Yoki men ko'tarilaman deydi, такой zo'r joyga ketyapman deb shunaqa ketadi. Koreyani imенно madaniyatini o'ziga, K-popga, o'sha doramani ko'rishga, o'shanaqa narsaga ham qiziqib ketgani uchun ularga tortib ketadi deb o'ylayman. Fishqasida bu Koreyani ham qilgan emas. Misol uchun Koreya O'zbekistondan 4 barobar kichkina, o'zi bitta orol bo'lsa, aholisi ko'p. Nimasi bilan maqtanadi, misol uchun ko'p dahshatli Olti dengiz daryo boshqasi yo'q. U o'zini o'sha shou biznesi bilan zabt etdi. Shou biznesi bilan, tashqi ko'rinishi bilan, masalan, Koreyada maqom yo'nalishi yoki bo'lmasam o'ta kuchlikdan bori ovozdagi insonlarni topish qiyin. Lekin ularning hammasi o'ynab turib ashula aytoladi. O'ynab turib ashula aytoladi. Mana shu narsani men koreyslarda hurmat qilishni o'rgandim. Da ular ashula aytish bo'yicha ovoz tembri zo'r emasdir. Ularda opera aytadiganchalar chiqmas, lekin ular sahnada shunaqa performans ko'rsatishadi sizga. Yaqindan qaraganingizda mazza qilasiz. Har bitta idol bo'lmoqchi bo'lgan yoki sahnaga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'shiq aytishni, ovoz berishni, aytishni, hamma narsani o'rganib chiqadi. Даже aktyorlar ham ashula aytishni bilishadi. Nimaga kinoda kerak bo'lib qolishi mumkin. Soqov tilini o'rgangan aktyor aktrisalarni ko'rganman men. O'shaning qasam soqovchalik gaplashishgan. Skripka chalishni biladi, lekin skripkachi bo'lmagan. Nimaga kasb taqozo qilgani uchun. Shuning men boya nimaga harakat so'zini qo'shdim. Koreyada men albatta koreyslardan aqlli bo'la olmasdim. Konkretna narsa, chunki ularning IQsi o'ta baland. Va o'sha jamiyatda mendan ko'ra yaxshiroq bo'lishadi. Men o'tga borib qolgan odam bir pastadan koreys tilini yaxshi bilganim bilan butun boshli koreyan duxini o'zimga singdirishim qiyin bo'lgan. Lekin men harakat qilayotganimni ko'rib,
sahnaga chiqib qo'rqmasdan prezentatsiya qilayotganimni ko'rib ham bahoyimni qo'yib berishardi. Mana shu narsa o'ziga tortmasdan qolmaydi. Amerikada ko'p narsani osonlashtirishga harakat qilishadi, lekin koreyslar kinolarda ham qiyin narsani qiyin deb ko'rsatadi. Chiroyli narsani chiroyli, xunuk narsani xunuk deb ko'rsatishadi. Ya'ni mana shu odam bilan bo'lgan ruhiy yaqinlik o'ziga tortmasdan qolmaydi. To'g'ri, Amerikaning blockbusterlariga hech narsa yetmaydi, lekin siz umidga yoki o'zi motivatsiyaga bag'ishlangan bitta koreys serialini ko'rsangiz, siz ham anchalik esingizdan chiqmasligi mumkin. И вот mana rejissyor sifatida endi baribir soha bo'yicha ham o'qigansiz. Nima uchun imенно endi bu umuman mavzuyimizga aloqador savol emas. Nima uchun mana bizning aktyorlar bor, bizning aktyorlarda ham zo'r aktyorlar bor. No, asosan eskidagi aktyorlarda hozir ham bor, lekin sanoqli-da. Harakat qilayotgan, reallan har qanaqa yo'nalishda bo'layotgan, o'zi aktyorlik deb o'ylayman, qanaqadir ko'p narsani o'zini ichiga oladi. Chunki bu yerda ham talantlar bo'lish kerak, ham ko'rinish ham bo'lish kerak, ham qanaqadir sportivniy bo'lish kerak, har xil narsalar bor. Nima uchun shunaqa narsa masalan chet elda bor? Bu faqat Koreyada demoqchi emasman. Masalan, Amerika, Gollivudda ham, даже Bollivudda ham bor bu narsa. Har xil o'sha kino sanoatlarida bor. Nima uchun bizda yo'q shu narsa? Ikkita katta aspekt bor. Bunga birinchi o'rinda ssenariylar chuqur emas. Ssenariy yozishda parda qo'yib qo'yishadi. Nima bo'ladi, nima qoladi. Vaholanki o'zbek xalqiga tegishli juda o'tkir syujetlarni ham olsa bo'ladi. Tariximizni o'zidan ham million xil kino ishlasa bo'ladi. Hozirgi holatimizdagi muammolardan ham. Lekin bizda cringe qilishga harakat qilishadi. Odamlarga shu cringe yo'q qotdi deb o'ylashadi. Lekin bilishmaydiki, mana blogerlarda ham auditoriyasini o'zi yig'ib qo'ygan bo'ladi-yu. Nima bilan pitatsiya qilsiz, siz oldingizga o'sha hayvon kelishi boshlaydi deganlarida, sizni kontentingiz qanaqa bo'lsa, o'shanga o'xshagan odamni yig'ib kelaverishadi. Jinsancha vaynaversangiz, cringe qilmaydi kelin bir narsalar qilsiz, shunga cringe'lik yig'ilaveradi. Odamlar shunaqa hayot ekan deydi. Avot biz ularni o'ylashga majbur qiladigan kontent bersakkina, ssenariy bersakkina, ular chuqur o'ylab qolish mumkin. To'g'ri, bu narsa bittada yeb ketmaydi, hayotlarda boshqa qiladi, lekin chuqur yozilgan ssenariy bilan odamni o'ylantirishga majbur qilsa, xalqning saviyasi ham oshadi. Mana shu narsadan qochib, yengil qatlam olib qo'yishgan pastki qatlamga tushilmayapti. Odamlar chuqur o'ylayapti. Koreyada odamlar shunaqa chuqur o'ylaydi. Chuqur o'ylaganda o'zini o'ylab olmayapti-da. O'ta chuqur o'ylab olishadi ular. Juda chuqur o'ylashadi. Ular o'tkazib borgan, bizlarga yetib kelmagan. Faqat arosat bor. Ikkinchi aspekt bu tashqi ko'rinishga bo'lgan talabni kamligi. Koreyada raqobat shu darajada kuchliki, odamlar tig'-tigiga yotib o'zini operatsiya qildirishga ham qo'rqmaydi. Mashhur bo'lish uchun chiroy qadrlanadigan narsa. Bizda chiroyga doim yoshligimizdan o'rgatib kelishgan yomon unsur. Ayniqsa qizlar chiroyli bo'lsa, ular haqida g'alati gaplar bo'ladi, bolalar chiroyli bo'lsa, ular haqida ham g'alati gap. Chiroydan zavqlanadi kaslar. Siz begona bo'ling, kirib qoling magazinga, chiroyli bo'lgancha mana kampirni ham qo'shib olib keting. Qanaqa xursand bo'lasiz? Meni samotsenka mushakda ko'tarilgan shuning uchun. Men misol uchun O'zbekistonda chiroyli qilsam deyishmasda, bunday qo'shadi. Xunusam ham deyishmagan, chiroylisan ham deyishmagan. Koreyada, oh my god. Обязательно kafeda kelaveradi. Nima demoqchiman? Bizda chiroyli nisbatan kategoriya qilib qo'yish kerak. Ayniqsa sahnaga chiqayotgan odamlarga. Ularning kiyinishi, kostyumerlari alohida ishlash kerak. Kinoni odam nimaga ko'radi? O'zini hayotidan chiqib ketish uchun ko'radi. Siz shunaqa ertakka olib kiring, uni mazza qilib, hamma narsani unutib ko'rsin-da. Bizda kostyumerlar bo'yicha ishlamaydi. Aktyorlar o'zini kiyimida keladi. Grimyorlar вообще dabdala ishlashadi, bir yaqin narsa ishlatishadi. Kinoga investitsiya tashlanmagan, mana shu narsalarga ham bog'liq. A o'tda haqiqatda ideal qilib ko'rsatishadi. Ko'rginlaringiz kelib ketadi kino. Balki kimdir o'ylashi mumkin, soxta bu narsa. Balkim siz tushundim, lekin kinoni shunaqa rivojlanadi, Kalmarovni hamma ko'rdi. Даже kamsiniga qiziqmaydiganlar ham qancha byudjet ketganiga. O'shancha sahnaga chiqayotganlarga cherta tanlab olish kerak, aktyorlar o'zini ustida ishlash kerak, kamroq o'qitish kerak, ko'proq o'zini ustida ishlab, kostyumerlar alohida ishlash kerak deb o'ylayman. Kostyumerlar mavzusiga nima qayta to'xtalaman. Koreyada misol uchun boylarning hayotini ko'rsatish uchun juda katta mablag' tikiladi. Enangda kostyumlariga butun boshli byudjeti 50% ketib qoladi. Butun boshli bunaqani. Odamlar brenddan farqiga borishadi, yaxshi ajratishadi. Nimaga? Chunki atrofida ham shunaqa brendli magazinda sotib yuribdi, odamga motivatsiya beradi. Aytdi, ko'p topsam shunaqa brenddan kiyinaman deb. Bizda gentrani motivatsiya qilib qo'yishgan. Malibuga maksimum bu yaxshi emas. Baribir kino sohasida ishlagan odam ajratib turishi kerak boshqadan. Aurasi bo'lishi kerak. Men Hindistonga borganman, aeroport shohqon qilib qoldim. Aurasi kilometrdan tortadi o'ziga. Shunaqa aura bor. Hidi ufurib turganga o'xshaydi. Mana shu narsani joriy qilish kerak. Ya'ni aktrisalar chiroyli tanlash kerak, chiroyli bo'lishga maksimum harakat qilish kerak, bolalarni ham shunaqa uyalish kerak emas. Bu erkakka o'xshamabdi, do'stlash bunaqa yo'q.
Именно shunaqa o'ta chiroyli, o'ta ajralib o'tiradigan, xichinga o'xshamagan, ko'zning rangi boshqacha, qovog'ining shakli boshqachalarni olib keyin ishlash kerak. Shu soha bo'yicha keyinchalik davom etmoqchimisiz yoki hozirgidek ham, masalan, hozirgidek koreys tilini rivojlantirmoqchimisiz yana? Endi men shunaqa odamman, bitta narsa bilan uzoq shug'ullanolmayman. O'zgartirib turish kerak uni. Kino sohasiga ham qadam tashlash niyat bor. Men qadam tashlaganda ham zo'r tashlash kerak. O'zbek kinosidami? Men juda ham xohlardim, agar kim ko'rgan bo'lsa, oldinlari sovet paytida xalqlararo kino ishlashgan. Ali bobo qaroqchi, shunga o'xshagan. Mana shunaqa narsa yaratish eng katta orzulardan bittasi. Koreya, qo'zg'olon hammasi mix bo'lib bitta katta anaqaga jalb qilish proyektiga. Hindlarni ham jalb qilsa bo'ladi, masalan, Boburiga tarixini. O'zim ham Boburiylarga qiziqqanim uchun borganman. Imminna Hindistonga mana shu narsani ko'rganman. Akbar Shoh haqida kino qilishgan. Kitobini o'qigan bo'lganim uchun yemagan umuman. Hindlarni ham kinosidagi. Aytganman, zat o'zbeklar olishmadi mana shu kino. Hindlar undan ko'rib endi. To'g'ri, Hindistonlik epizodga ma'rifatni ham chaqirsangiz bo'ladi. Albatta. Cho'ri o'tgan. Bilasizmi, Birbazardagi qizi Zanan yonidagi o'rtog'i bor-ku, o'shanga o'xshatib bordim hozir. Ko'rmaganman. Ko'rish kerak. Ular maza qilib ko'radigan kinolar koreyskimi yoki boshqa kinolarmi? Temasiga qarayman men, har doim har xil. Menga motivatsiya kerak bo'lsa, motivatsion filmlar ko'raman. Siqilish kerak bo'lsa, siqilish ko'raman. Вообще blockbusterda yoki masalan poyga o'xshagan kinolarni ko'rish yaxshi ko'raman. Mana Koreyani juda ko'pchilik juda zo'r deb ta'riflab beradi. Men juda bosh narsadan ham bilmayman, to'g'rimi? Bozorda baribir anaqa ko'paygan koreys tili o'qituvchilari. Qanaqadir manipulyatsiyaga o'xshaydi. K-poplar qanaqadir chiroyli joylarni ko'rsatishadi, qora taraflarini, minuslarini kam ko'rsatishadi. To'g'ri. Qanaqa Koreyani minus taraflari bor? Qanaqa tipdagi odamlarni joyi emas u yo'q? Именно mana shu Koreya mavzusi bir trendga chiqib ketganda, menga o'xshab, именно koreys temasini asos qilib olganlar bo'ldi, birdan o'chib ketib qolishdi. Ma'ni to'g'risi bu podpисчикларga yig'ilgunimcha ancha vaqt ketgan. Chunki ular bilan barobar boshlagan bo'lsam, men doim orqada qolardim. Sababi Koreyani hech qachon ideallashtirmagan bo'lman. Ko'chada pullar yotadi, mana musurkani ichidan iPhone topib oladi. Shu naqa emas. Bu jinicha hype, ular lo'g'on. Men bunday narsalarni kontentni ishlatish xohlamayman. Birinchi o'chirda men sinimni butunlay qarshi bo'lganman koreys tilini o'rganishga. Chunki men uni yaxshi bilaman, uni xarakterini yoki boshqasini. Ko'pchilik o'ylaydi-da, ukalariga, singillariga yordam berib Koreyaga jo'natib. Yo'q, unaqa emas. Men seni Yevropada o'qitdim, Fransiyada biznes bo'yicha uni xarakterini o'rganib chiqqandan keyin Yevropa to'g'ri kelishini tushunganman. Uni xarakteri qanaqa? O'ta o'zini qiynab tashlamaydi. Qiynalishga tayyor emas. Baribir kichkina farzandligi bilinadi. Singillar o'zi shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Keyin ozgina bardakroq, kaxslar juda ham akkuratni bo'lishadi, talabchan bo'lishadi va juda imojroq bo'lishadi. Nimaga? Bizni tan olmagan ishi fakt keltirishadi. Kamera yo'q-ku, sen mana bu vaqtga kelishingni kelmagansan, men bir ruchka o'ng tarafga olib qo'ygan, shunaqa mелочь narsadagi chidolmaydigan, akkuratni emas, mas'uliyatsiz odam bo'lganingizda borishingiz kerak emas. Qolaversa, Koreya o'ta g'ururli insonlarning joyi emas. Chunki Koreyada baribir pul o'zining kuchini doim ko'rsatib kelgan. Kinolarda kim ko'rganmiz shunaqa epizodi bor, klerga kelib daryo sotuvchilarni yuziga urgan mahallari ham bu bekor emas. Haqiqatda shunaqa bo'lgan. Men ham bo'lgan bunaqa narsa. Urib olmagani, urib olishiga ozgina qo'yganda. Chunki o'tda shunaqa narsa bor. Agar ikkita odam urushsa va urushni kim chiqargandan farqi yo'q, kim birinchi qo'l ko'tarsa katta shtakl bor. Lekin agar siz men bilan urushib qolib, meni urishsiz deb menga pul to'lasiz, men as qilmayman. Shunaqa darajada. Shuning uchun o'ta g'ururli, ya'ni ofitsiant bo'lib ishlamaydigan odamdan joy emas. O'tda pul uchun odamni egallashadi, qilishadi. Siz aybingiz yo'q joyda ham chisolmayman, ya'ni kechiring, mandan uzr kechirasiz, albatta meni kechiring deb turishingiz kerak. Men ham xuddi shunaqa qilganman. Kimlar uchun emas shunda? G'ururi juda baland insonlar uchun, mas'uliyati yo'qligi uchun O'zbekistonda juda ko'p mas'uliyatsizlar bor. Masalan, o'zim kelgandan beri shunaqa kech qovurishadi, to'g'ri, bugun kech qoldim, lekin kamdan kam bo'ladi bunaqa holat. Joyiga kech qoladigan, birovning gapini ko'tara olmaydigan, oilasida erkak o'sganlarning joyi emas umuman. G'ururi prosta shuni pista pochoq chetga otib oladigan joy. Lekin yomon taraflari ham juda ko'p. Masalan, men ko'p statistika o'qiyman, suitsidlar, depressiya juda ko'p Koreyada ko'rinadi. Oxirgi o'qiganimda ham bolalarni tashqariga chiqarish uchun pul beradigan rejimga ham o'chayotgan ekanda. Shuning uchun ham Koreya meni hayotimda shunaqa depressiyali joyda bo'lib qolganda.
Qarang, jamiyati Koreyani o'ta qulay, meditsinasi kuchli, servis a'lo darajada, o'tdan biznes ideyalarni zo'r olsangiz bo'ladi, lekin kuzatganmisiz, koreyslar juda ko'p joyga tarqab ketishmagan. Именно чисто южноkoreysklar. To'g'ri. Lekin bu safar ko'p beryapman. Chunki Rossiyada o'qib kelganlar, Amerikada o'qiganlar bo'lgan. Ular sayohatni juda ko'p qilishadi. Nimaga birorta koreys qolib ketmaydi? Bizda misol uchun O'zbekiston surish kerakning atama bor-ku, atama darajasiga ko'tarib. Nima shunaqasi desam, chiqadida koreyachalik qulaylikni topolmaymiz deb aytishadi. Lekin mana shu qulaylik sizni ko'pich qilib o'ldirib-ku desam, baribir bizdan qonun shakli to'qilgan. Biz yaratganmiz bu jamiyatda o'shanda o'lishgan, biz majbur o'zadigan javob olganman. Ularda realni qulay, hamma narsa qulay, aytam uchun yaratilgan narsa. Lekin aytaman, odamlar shu darajada aqlli bo'lib ketganda, o'ta chuqur o'ylab olishganda, hayotda уже statistika qilib olishgan. Например, nimaga ular kech oila qo'shadi yoki nimaga suitsidga moyil bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Koreya jamiyatida yashaganman. Siz 99 ball olarsiz, 100 ball olarsiz. Bu yerda oddiy hol. Nimaga 60 ball olding? Nimaga 70 ball olding? Savol o'shanda. Voy, 100 ball oldim emas. 100 ball olding? Ha, yaxshi, mana shunaqa. Ya'ni shunaqangi koleso tez aylanadiki, bizdagi insonlar bilan ularnikini qo'yib qo'ysangiz, Koreysdan O'zbekistonga olib kelib qo'ysa, hammasi milliardga qo'yib ketadi. Chunki ularning harakati bor. Realni harakati bor. Hechasi xulamaydi, boshqa qilmaydi, o'zi qo'llab, attandirni motorib biznes qilib tashlayveradi. Endi nima yo'lga zo'r bo'lib ketmaydi deydigan bo'lsangiz, hammasi shunaqa ularni. Absolutno hammasi. Konkurenti beshinli просто. U agar tezligini 60-70 qilmasa, o'lib qoladi. U 200-300 qilish kerak. Itak hamma 60-70 da yuradi. Zo'r bo'lishdan Da. Zo'r bo'lish standart bo'lgani uchun ham shunaqa. Endi uni matematik hisoblaydi. Hozir deydi, men bu qishda ishlab olaman. Menimcha pul ketyapti. Agar men sarflasam, hisoblasam 10 million normalniy uy, xotin bola chaqa, oila quradigan bo'lsam, nech pul ketadi? Вообще нереальный summa chiqib keladi o'rta. Yana o'ta kiygan kiyimingizga qarab baribir baho berishadi. Aytaman, o'ta aqlli. Qo'lingizga taqqan har bitta brasletingizni nech pulga olganingizni ham kerak bo'lsa berishadi. Chunki ular qiziqishadi. Kalkulyator. Albatta. Подделка kiyganmisiz, original kiyganmisiz, qaysi brenddan, tim bo'lib bolangizga o'sha aytgan markadagi telefonini yoki boshqa narsasini olmasangiz, eski qilishadi, o'ta juda ko'p tushunishlar rivojlangan. Shuning uchun ham ular bolasini taqdirini o'ylagani uchun ham agar men shunaqa boqa olmasam, to'sh kerak emas demang. Ertaga men deb uni maktabda urishsa nima qilaman deb aytib, chuqur o'ylab olishadi. Yoki o'zim xotinimni boqa olmasamchi, unaqa bo'lsa, chunki qat bu yerga ham ishlamaydi-ku. Ashulaga matematik hisoblaydi, tishi o'tmasligini biladi. O'shaning uchun ham yo suitsid qilinadi, chidamasdan, yo o'zi yashab ketaveradi, mana shunaqa. Lekin men ko'rganman, oilasiga juda mehribon bo'ladi. Men shunaqalarni ko'rganman. Va hamma jamiyatda bor, Terandan boshqa juda bolajon xalq, oila qursa oxirigacha qilishadi. Hattoki er-xotin chiqisha olmasa ham farzandini uchun yaxshi munosabatda bo'lgan er-xotinlarni ham ko'rganman. Oila ular uchun muqaddas, o'ta chuqur o'ylab olgan uchun ham oila qurishga jazm qaror olganlar. Nima uchun bizning o'zbeklarda masalan sharoit yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham bunchalik harakat yo'q bo'ldingiz? Chunki juda ko'pchilik masalan hozir agar so'rasangiz, bir 17-18 yoshli boladan, endi agar salani shustroq, aqlliroq bo'lmasa, просто bilmaydi nima qilishni. Ota-onasi chizib bergan shablon bilan yoki hamma jamiyat qanaqadir qo'yib bergan shablon bilan yashab ketaveradi takoy. Spokojno, skromno yashasam bo'ldi deydi-da, masalan. Bitta uy, bitta uchastka qilsam, bitta uylanib olsam yoki normalniy masalan turmushga chiqsam, ideal o'sha hayot, shunaqa stabillikni yoqtirishadi ekan. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Endi ko'pchilik, hammasi ham emas. O'zbekistondan chiqishimdan oldin meni g'oyalari g'alati deb ajratib qo'yishgan mahallarim bo'lgan. Va uni ajratmasligi uchun o'zimni shunday ko'yga solganmanki, ha, sizlarning gaplaringiz to'g'ri. Ga solganman, ajralib qolmaslik uchungina. Lekin baribir ichimda bo'ladi, tushunasiz. Shuncha ko'p yog'larni O'zbekistondan. Kulmasdim ham. Avval chetga chiqqanimda, "Voy, men jin emas ekanman. Voy, men jin emas ekanman." Qizlar ham kechasigacha dars qilib o'tirar ekanda, kafeda. Urushmas ekan, ular to'g'risida g'irt anaqasam, bunaqasam deyishmas ekanda. Voy, qanday yaxshi, молодцы. Hozir men o'zim uchun kofega pul to'lasam, men erkakcha bo'lib ketsam deysizlarmi? Yo'q, hamma shunaqa qilish kerak. O'yinchi bo'lsa kofeni. Ta, super. Mana shunaqa cho'z. Atrofdagilarga qarab to'xtatadi. Men uchun juda kamslashib ham, juda o'zbeklarashib ham ketishdan yiroqman. Hammasidan binozini mix qilishga harakat qilaman. Chunki o'zbeklarning ham karslardan ko'ra qudratli taraflari juda ko'p. Karslarniki ham vaqt kelsa o'zbeklarga o'tadigan joylari bor. Shuning uchun men o'shani hammasini mix qilishga harakat qilaman va umuman boshqa narsani filtratsiya qilaman. Savolingizga javob atrofdagilarga qaramsan, biz olamiz faqat.
mahalla boshqa bizani atrofimizda shu gektar yer faqat. Bu dunyo qanchalar cheksizligini, siz unutmagan o'shani qumni ham zarrasi emassiz. Siz gapirish odamlarga bir tiyinlik foydasi yo'q. Siz dunyoni boshqarib turmayapsiz. Ertaga siz ham unutilasiz, men ham unutilaman. Unaqa narsalar o'ylashmayapti-da. Faqat shu atrof odamlarning gapi mana shunaqa bosim yuchib qolishgani ularni shunaqa qilib qo'yadi. Ozgina ilm bilan atrofga ham ko'proq qarab, kitoblarni ko'proq o'qib, shu ko'rayotgan kinolarni prosta vaqt o'tkazishga emas, chuqur analiz qilinsa, O'zbekistondan chiqmasdan turib ham qilsa bo'ladi. Lekin baribir chiqib kelishini hammaga tavsiya qilaman. Musofir bo'lmoq uchun musulmon bo'lmaysan deganlarday, musofir yurti qiyinchiligini, o'rta havosini ko'rish shart, albatta. Savolda bo'lmasa agar sekin уже wrap up qilamiz. И savolimiz umumiy gap bu odamlar uchun. Shunaqa narsani ozgina ishlab chiqishimiz kerak o'zimizda. Masalan, informatsiya kelyaptimi, boshqa bo'lyaptimi, o'zingizga tuzib olgan filtr bo'lsa, masalan, o'sha gapni filtrdan o'tkazing, lekin agar sizga yoqmasa, bu degani universally noto'g'ri degani emas. Yoki bu yerda noto'g'ri fikrlar ham bo'lishi mumkin. O'shandan o'zingizga to'g'risini qabul qiling. Qolganini prosta quloqingizga kirgizmang. Bu yerda o'sha subyektiv fikrlar, subyektiv qanaqadir narsalar berilyapti, uni ham qabul qiladigani bor, qabul qilinmaydigani bor. Shuning uchun ham maksimal filtringizni yoqing, boshqa qiling, lekin kimnidir fikri uchun iltimos hate qilmang, boshqa qilmang. Endi bu iltimos emas, prosta shu narsa kerak bo'ladi o'zingiz uchun. Noto'g'ri ismi narsa, siz aytayotgan narsalar sizni mana shu yoshingizgacha bo'lgan xulosalaringizdan, bularniki o'zlarining xulosalari, meniki, ularniki o'ziniki. Lekin mana balki rostdan kamroq hate yozaydi. Juda noto'g'ri hate yozasizlar, hozir ketyapti becha. Noto'g'ri hate yozishyapti, rostdan. Bundoq ko'rsangiz, o'sha odam o'zi aytayotgan gapiga emasda, to'g'ri kelmagan odamda, tashqaridan qaraganda. E'tibor tortibda hate olyapti-da, bu narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Hammani ham qo'lida emas. Sizga nisbatan befarq bo'lishlari ham mumkin edi, lekin sizga nisbatan nafrat tushunchasini bo'lsa ham his qilishgacha borishdimi? Siz ularni tirgirich qilib tashlagansiz-da. Bu kuchli qudrat. Shuning uchun gapiring, dashtdan bosish kerak bo'ldi. Men o'zi bu gapni oldingi podkastlar uchun ham aytdim, lekin asosan bu podkast uchun aytdim. Parizoda opani biz hurmat qilamiz, fikrlarini, boshqa narsalarini. Chunki o'tgan safar men bular bilan birinchi ko'rishgan paytimizda ham men aytdim. Men prem filtrni olib tashlab turib, prosta eshitdim bilan o'rganish uchun boshqa uchun deb turib. Sizlarga ham umumiy holatdan o'zingizlarni ozgina dunyoqarashinglarni kengaytirish uchun bu narsani maslahat beraman. 100%. Koreys tiliga qiziqadigan odamlar ko'rish kerak bo'lgan podkast bo'lyapti, albatta. Faqat koreys tili emas, men masalan ko'rib turib, agar prosta o'tirgan bo'lganimda duxam olardim. Nechanda qadam berasiz shu narsani gapirib. Mayli, savol ma'rifat. Siz hozir umumiy suhbatda ichida o'tirgan odam sifatida eng katta advice'lar qanaqa bo'ldi siz uchun? Men uchun eng katta advice, to'g'risini aytaman, men masalan arosatga tushib qolgan paytlarim ko'p bo'ladi-da. Arosatga tushib qolganim qanaqa, masalan, harakat qilaman ba'zidan, prям mana ham o'sha sizga o'xshagan nastroy yoqilib ketadi, lekin bu yoqda yana ushab turadigan narsa ham bor-da, to'xta, bo'ldi, yetadi. Takoy shunaqa narsasi bor-da. Men hozir sizni qarab turib, men eng ko'p aniq qilganim, yo'q, bo'lar ekan. Men bu narsani prям pikka qo'yib yuborsa ham bo'lar ekan, mana bu jangovar takoy modnida. Erishish uchun nimadirga limit yo'q ekan degan narsani men sizda ko'rdim prям. Imенно mana shu narsa uchun ham yashayman-da. To есть men chiqayotgan mahalimda andoza oladigan yoki o'zimga ruxsat berishim uchun birorta ham kumir bo'lmagan-da. Endi siz kumir ko'p tashlamagan bo'lishingiz kerak. Bu narsa to'g'ri qabul qilamiz. Tan olaylik, kimdir qilgan bo'lsa, siz ham menga ham ruxsat bor ekan degan narsani yildan shunaqa. Endi shuncha ham harakat qilaman. Prosta balki endi men unaqa chet elda yashamaganim uchun, men o'zimni potensialimni 100% ochib tashamaganim uchun, men uchun qanaqadir unaqa bo'ldingiz. Andoza bo'ldingiz. Nima uchun andoza bo'ldingiz? Mana shunaqa qilib o'ziga erk berib ishlasa ham bo'lar ekan degan narsa bo'ldi. Chunki endi bizda baribir mentalitet boshqa jihatdan, даже menda ham bir narsa bor. Qanaqadir pastga tortib turadigan narsa, bu o'z oilamdan yoki kimdirdan bo'lgan narsa emas. Bu prosta o'zim uchun. O'zim uchun o'zim qo'yib olgan qanaqadir limitda bunaqa narsa bor. O'sha hozir sizni ko'rib turib, qanaqadir o'sha limitim tushib, potensialimni yana ham ochaman, takoy bo'lish kerak. Qilsangiz ham o'lasiz, qilmasangiz ham o'lasiz. Shuning uchun ertaga kampirlar bu kampircha bo'lib yotganingizda, o'sha paytda qilsam bo'lar edi degandan ko'ra, qilib afsuslangan minmatda yaxshi. Ko'rdimmi, sizda konkretni bilasiz, sizga nima qilganini. Qilmasdan afsuslanish bu eng o'zingizga nisbatan qo'yilgan adolatsizlik bo'ladi. Xudo sizni bekorga yaratmagandir.
to'g'ri. Chaqir. Xullas, bugun такой big sister advice bo'ldi bizada. Onni. Koreys tilida onni deyiladi. Onni man o'qiganman koreyslarni. Ozgina. И bugun xudo xolasa ko'pchilikka foydali podkast bo'ldi. И уже sekin tugatsak bo'ladi. Parizodda sizga katta rahmat kelganingiz uchun. Vaqt ajratib. Chaqirganingiz uchun ming rahmat. Ma'rifat sizga ham rahmat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin. Rostdan. Ovqatlaninglar. Shunaqa kelganingiz uchun hammaga rahmat. Bo'ldi. Salomat bo'linglar. Xayr. Rahmat hammaga.